Assalomu alaykum. Ekran oldidagi Sharq Turkiston aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan Tor televiziyasining bugungi naq maydon suhbat programmasiga xush keldinglar. Ben Parat Yuranqaşulu ben aziz qarindoshlar oldi bilan hammanglarni yurakdan salomlayman va mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin aziz qarindoshlar. Bundan keyin mushu ekran orqali, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki Tor televiziyasi orqali sizlar bilan har kuni degidek ko'rishib turamiz, mo'ngdishimiz, sirdishimiz va suhbat o'tkazamiz aziz qarindoshlar. Va mushu ekran orqali biz bundan keyin sizlarni Xitoy vaziyati, Sharq Turkiston vaziyati, dunyo vaziyati va Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakatiniki xalqarodagi taraqqiyot yo'nalishiga munosabatlik ba'zi yangi uchurlar bilan vaqti-vaqtida ta'minlab turishga kafolat qilamiz aziz qarindoshlar. Xo'sh aziz qarindoshlar, hammanglarga ma'lum, bugun Dunyo inson haqlari kuni. Dunyo inson haqlari kuni. Hammanglarga ma'lum bo'lgandek 1948-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tarafidan inson haqlari umumiy bayonnomasi e'lon qilingan shu 12-yilning 10-kuni dal bugun. Shundan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qarori bilan mushu inson haqlari umumiy bayonnomasi e'lon qilingan 12-oyning 10-kuni Dunyo inson haqlari kuni qilib xotirlanib kelyapti aziz qarindoshlar. Hozirgacha uzun yillardan buyon dunyoning har qaysi ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlarimiz mushu Dunyo inson haqlari kunida namoyish qilish, anandan keyin ilmiy muhokama yig'ini o'tkazish, qatorliq har xil axborot bayonot e'lon qilish qatorliq har xil usullardan, shakllardan foydalanib turib, o'zining musobit ko'mish Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azab nafratini ifoda qilyapti va Sharq Turkiston xalqida va Sharq Turkistonda ezilayotgan, xorlanayotgan, qirilayotgan aziz xalqimizningki ishinish sadosini dunyo jamoatchiligiga anglitishga tirishib g'ayrat qilib kelyapti. Aziz qarindoshlar, bugunmi shu munosabat bilan dünyanın her qaysi ellerinde, Türkiye'de olsun, Avustralya'da olsun, Gollandiya'da olsun, Germaniya'da olsun, yani nurgulluğun devletlerde yana bugün bizimki pidakar qarindoshlarimiz yağmurga qaramay, soğuk qaramay, bugün yana çıkıp türlü şekildeki narazılık faaliyetlerini ve namayişlerini ötküzdü. Bütün dünya miqyasida Uyg'urlar bugün namayış ötküzde ve namayişninki asası şu var mı? Yana bir yerde Mustabid Komünist Xitoy hokimiyetining Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari masalasi bo'ldi. Buningga bo'lgan o'zlarininki qattiq noroziligini ifoda qilishdi va namoyishlarning ko'pinchisi o'zlarininki vatandagi jazo lagerlarida, turmalarda azob uqubat chekayotgan o'zlarininki urug' tuqqanlarininki, do'st yaralarininki rasmlarini ko'tarib chiqib bugun aziz qarindoshlar, shuning uchun ben bir yerde Dünya Uyg'ur qurultiyi vakolatdan bütün dünyanın har qaysi ellerinde Dünya Kişilik Hukuk Günü münasebeti bilan namoyish qatnashgan, bunun faaliyet qatnashgan bütün fidakar qarindoshlarımizga alayda cheksiz minnatdorligimni bildiraman aziz qarindoshlar. Allah razı olsun. Sizlarga ma'lum ana 1997-yili 5-fevral kuni bizning G'o'ljadagi botir azimatlarimiz, botir o'g'il qizlarimiz 0dan tuvan 30 graduslik sovuqqa qaramay, hatto kiyimlarini silib o'tib, ba'zilari yalang'och, yerim yalang'och holda g'azablik narilar bilan mushtumini egiz ko'tarib, Mustabid Komünist Xitoy hokimiyati bo'lgan o'zining noroziligini tiniq shaklda ifoda qilgaydi aziz qarindoshlar. Ularning ko'rsatgan bu yuksak fidokorligi, botirlik oldida bizningki biroz so'g'oqlarda 1 soat, 2 soat va yoki 3 soat bo'lgan namoyishimiz u fidokor o'g'illarimizni bo'lgan bu jinni olqiga qo'yib turib, jinni tikib qo'yib bo'lgan bu fidokorlikning oldida hech qanday gap narsa emas. Aziz qarindoshlar, albatta biz chiqqan bütün qarindoshlarimizni rahmat aytamiz va turli sabablar bilan chiqolmagan qarindoshlarimizni biz bu yerda ranjimaymiz, ranjidiq haqqimiz yo'q. Bu qatim chiqolmasa, ikki qatim chiqadi. Bundan keyin nurg'un namoyishlarimiz bor oldimizda. Chunki har qatimliq namoyishga bütün qarindoshlar hammasi yüz qatnashib ketolmaydi har xil sabablar bilan. Shuning uchun bu yerda namoyishga har xil sabab bilan qatnashmagan qarindoshlarimiz bor. Oqchidan baqchi, ko'kshidan baqchi deb ayiblaydigan bir haqqimiz yo'q aziz qarindoshlar. Bu masalada nayta keng qo'saq bo'lishimiz kerak va har bir qarindoshimizga keng qo'saqlik bilan, savrchanlik bilan fursat berishimiz kerak. Xo'sh aziz qarindoshlar, bugungi namoyishninki masalan dunyoning har qaysi ellarida bo'layotgan namoyishninki umumiy mohiyatiga yana to'langan shiorlar qaraydigan bo'lsanglar, asosiyatdan mustaqillik bu namoyishlarning keng asosiy shiorlarining birisiga aylandi. Mayli yashsin mustaqil Sharq Turkiston, ya'ni Sharq Turkistonning mustaqilligi yashsin.
Şarkı Türkistan'a azatlık, Şarkı Türkistan'a müstakillik. Yani müstakillik degen şu var, bugünkü Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle dünyanın her qaysı ellerinde Uygurlar tarafından ötküzülgen namayişinki en asaslı şuarlardan birisi olup geldi aziz qarindaşlar. Şunun için bugünkü bu Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle ötküzgen bu söhbetimizin asası mezmununu avval qatımız e'lonladi. Ba'duq oldin sizlarga bugün yana şu milliy mustaqillik masalasi haqida suhbat olib boramiz va mustaqillik xuddi biz e'lonlarimiz e'lon qilgandek mustaqillikqa yetishimiz uchun biz hozirgi dunyo vaziyati konjunkturida qandaq bosqichlarni besib o'tishimiz kerak, buni qandaq hozirlik qilishimiz kerak degan masalada biz aziz qarindoshlar sizlarga nihoyat qimmatli bir mehmonimiz orqali sizlarga bu savollarga biz javob bermoqchi. Hozir ekran oldimizda mana sizlar ko'rib turgan bizningki elga tunilgan bizningki Uyg'ur olimlarimizdan biri, fidokor olimlarimizdan biri, ham Uyg'urlarningki birdan bir istiqrotiya mutaxassisi Anqara Hojitepa universitetiningki o'qituvchisi, dotsent, doktor Erkin Akram efendim o'xshash vaqtda Dünya Uyg'ur qurultayiningki siyosiy va istiqrotiya ishlariga mas'ul muavin raisi ham o'zi Turkiyada qurgan Uyg'ur tadqiqot institutininki müdiri. Bu hozir faoliyatlayapti aziz qarindoshim. Avval qatimli programmani deb o'tdim. Erkin Akram efendimni tunishtirishning hojati yo'q. Hammaga nihoyat obdan tanishlar, ya'ni butun mujohirat qarindoshlarimiz asosiyatdan tunish bir sızma aziz qarindoshlar. Erkin Akram efendim uzun yillardan buyon bo'libmi Dünya Uyg'ur qurultiyi qurilgandan toki hozirgacha Uyg'ur milliy harakatini shundoq Dünya Uyg'ur qurultiyi boshlig'i deb berilayotgan xalqaro sahnalarda deb berilayotgan Uyg'ur milliy harakatini nihoyat qimmatli fikrlar bilan, nihoyat qimmatli nazariy asos bilan, ya'ni istiqrotiylik plan programmalar bilan ta'minlab kelyapti va Sharq Turkiston davosiningki xalqaro siyosiy sahnalarda sistemalik, muntazam, unumli berilishida nihoyat cho'ng rol olib kelgan bizningki qadrli fidokor olimlarimizdan biri. Xo'sh, men gapni uzatmay, hurmatli Erkin Akram efendim, ataydan vaqtingizni chiqarib bugun Dünya İnsan Hakları Günü münasebati bilan o'tkazgan bu suhbatimizga qatnashib berganingiz uchun sizga tekrar minnatdorligimni bildiraman. Men rahmat aytaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli Erkin Akram efendim, bayım men tushuntirishimdan deb o'tdim. Endi bu bugungi butun namoyishlarda to'langan shuarlarning eng asosiy mazmuni endi Sharq Turkistonga erkinlik, Sharq Turkiston mustaqillik. Ya'ni yaşasın Sharq Turkistonning mustaqilligi. Sizga ma'lum, keyingi yillardan buyon bu mujohirat yashayotgan Uyg'urlarning ichida milliy mustaqillik tuyg'usi, davlatchilik ideyasi, millatchilik tuyg'ulari, bu mustaqillikqa bo'lgan tashnoligi kundan kunga kuchayib ketyapti. Masalan, biz burun namoyishlardan qochadigan, oyulduzlik ko'k bayroqdan qochadigan, mustaqillik degan gapdan qochadigan, Sharq Turkiston degan gapdan qochadigan nurg'un qarindoshlarimiz bu keyingi mezgillarda nihoyat o'zini bir silkib o'tib, bir qaytadan bir uyg'onib, butun bizningki namoyishlarimizga bu Sharq Turkistonninki milliy mustaqillikni asliga keltirish uchun yapayotgan kurashlarimizga, namoyishlarimizga nihoyat aktivlik bilan ishtirok qilyapti. Bu bizni suyundiradigan, ya'ni Uyg'ur milliy harakatini umidlantiradigan, suyundiradigan bir ahvol hozir. Shuning uchun nurg'un qarindoshlarimiz bu masalada nihoyat to'g'ri bir analiz anglashni xohlaydi hamda bunga eng to'g'ri javobni siz berasiz deb o'ylaymiz. Masalan, oldi bilan shuni so'ray. Bu Uyg'urlarning mujohirat yashayotgan Uyg'urlarning ichida bu milliy mustaqillik tuyg'ularininki bu darajada kundan kunga eshib berishiga sababchi bo'lgan eng asosli omil sizcha nima endi? Birincisi şu Uygur halkınınki mevcudiyeti, yani yaşayıp ve yaşamaslık meselesinde bütün Uygurlar bir xatarlı köydü. Yani milletimiz bununki yokap gidemeki deydiğen bir ensreş her zamankiden tekima güçlükte bir şekilde tuygu yisvile oturup çıktı bu. İkinciden şu hazır Xitay'nınki Şarkı Türkistan'da jürgüzatkan bu zulüm. Yani Şarkı Türkistanlıklarını asimile kılıp Xitaylaştırışınınki bir sistematik planınki icraatını kılıvadı Xitay. Yani biz ne şu kısa bir zamanın içinde Uygur halkını kimliğini yoktuş bile onunki onu Xitaylaştırış. Yani manda diyen çağda Xitay halkı bile
homojenleştiriş. Eğer de bunu emelge aşıralısa, o vaxtıda Şərq Türkistan'da Xitay'ınki zimini bulup məngü aşına kaldığan gep. Bunun gibi çidimiğen nurgun Uygurlar var. Yani bunda bolsa bolmaydı dep Xitayga boğan işençsizlik, Xitayga boğan bir xil ensireshler peyda boğaşka bunda faaliyetlerge cik kıytılıvatıdı. Üçüncü bir sebep olsa çeteldeki muşu davanı ilip kilovatkan muşu teşkilat olup mu muşu Dünya Uygur Kurultayı halkara sahnede ilip birivatkan teşkilatının ki faaliyetleri nurgun Uygurlarga bir ümit bergen. Şununla bu ümitle birlikte kıytılıp bu namayışlarga kıytılıp üzününki Xitayga boğan ebeki digen ensireş Xitayga boğan bir xil işlenmezlikini namayış bir şekilde oturga koyuvatıdır. Şununla nurgun sebeplerden tüpeyli muşunda bir namayışga kıytılganlar köpeyvatıdır. Ama muşu namayışta katnaşkan namayışta eğer de bir netice ya da önüm görenmeye kalsa o vaxtıda belki azip gelişme mümkün. Şununla teşkilat bu cihetten tekima süpetlik tekima önüm vergen bir xil namayışlarını ilip bir iş lazım. Bunun önümü nimu digende halkıradaki Uygur vaziyetine köstüş lazım. Yani Amerika'da, Kanada'da, Avrupa Birliği'de, Birleşken Devletler'de buluvatkan faaliyetler aşı namayışının ki bir neticesi yani yalğızla namayış emez. Yani ni işlerinin ki bir umumi neticesi. Çünkü her kanda bir neticenin birden köp sebebi buludu. Yani bu namayış aşı sebepinin ki biri dep oylaymam. Mesela rahmet hocam mesela bu hazır peydinpey bu çetlerdeki Uygurlarda Xitayga nispeten işenmezlik duygusu vardı. Bu işenmezlik duygusu peydinpey öşmellikке aylandı ve nefretke aylanıvatıdı. Bu nefret ulanınki milletçilik, devletçilik duygularını güçlendirivatıdı. Bu devletçilik duyguları demek Şərq Türkistan'ın milli müstakilliği. Nesli siz degandek Xitaylar bilan yaşaş mümkün emasken zaten özümüzün müstakil devleti bolmagicha bizning chiqish yo'limiz yo'qkan deydigan yerga keladigan insonlarninki fikr keladigan insonlarning soni ko'payishi. Ama bir yerda bir yana bir ahvol va oldimiz o'tgan bir tajriba saboqim borda. Biz masalan hocam 2009 yil yuz bergan bu 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi mezgildimi shunda bir to'lqin kötülgende. Şu vakti chet ellik mutaxassislar degan Xitoyninki ikki ayrilanmaslik, ya'ni Millatlar Ittifoqligi siyosati sapsatisi mushu 5-iyul kuni butunlay vayron bo'ldi. Taltux vayron bo'ldi dedi. Undan keyin shu 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi munosabati bilan dunyo miqyosida o'tkazilgan namoyishlarga oid dog'dug'lik bo'ldi. Hech bir zaman hayotida namoyish qatnashib boqmagan qarindoshlarimizning hammasi qatnashdi. Chunki Xitoy hukumati bu 6 oyga yaqin, 20 yilga yaqin bu telefonlarni, internet aloqalarini butunlay qamal qilib o'tgan, urug'-tuqalar aloqalashimga. Ammo bu 20 yildan keyin asta-asta buni sovutishga boshlab, Xitoy takror qamal qilib olgan ishni qayta ichib o'tdi. Berib kelishni normallashtirgandan keyin yana nurg'un qarindoshlarimizda kayriga qaytish bo'ldi. İrade jihatdan, milliy tuyg'u jihatdan. Yana Xitoyga bir umidni bog'lash, yana Xitoydan bir umidlanish nimasi paydo bo'ldi bu yerda. Undan keyin yana namoyish qatnashganlarning soni yana ozlab mengishga boshladi. Bu zaten 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyingi 1 yillik umumiy hodisalarga qaraydigan bo'lsak, buni ko'ralaymiz. Hatto shu namoyishda qatnashgan nurg'un odamlarmi guldirlab Xitoyga berib kelganlar nihoyat ko'p buning ichida. Endi hozirgi vaziyatda ne albatta bu burungi vaziyatga biroz o'xshat qilib bo'lmaydi, ammo bundan keyin masalan Amerika mayli hozir masalan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini parlamentdan muzokaraga qo'yyapti. Xitoyning Chunchanga boshlig'idagi ba'zi rahbarlarga embargo yurgizish masalasi, jazolash masalasi bu yerda talashtash qilyapti Amerikada. Shunda bir ahvol bu qilib xalqaro zo'r besim bilan Xitoy hukumati yana keyingi chekingan vaqtida, yana ishni normallashtirgan vaqtida, aloqani normallashtirgan vaqtida yana burunqidek bir ahvol chiqamisiz? Shunda bir ahvolning chiqish ehtimoli bormi?
chet elda Bunda yashagan. bunda ahvalınki ihtimali var. Tarihte ma nurgun şu misalga Humlarga, Köktürklerge, Uygurlarga ebesili degandek taktiklerini çık işletken. Başta yumuşak köstüp, yaxşı köstüp, memandoz köstüp, onundan kin Türkler yani umumi cetteki Türklerini yani Rumlarını, Uygurlarını, Köktürklerini cayılgan bunda misallar yaman köp. Onundan kin ma Orhun yezgidimi, Moğolistan'daki taş yezgidimi, şu gap sözler köp var bir yerde. Xitay'nınki jipekleri yumuşak, tilleri tatlı. Eğer de onların gibiği kırp kalsan, jipekini ep salsan, ondan kin ölügün, şu ölügün yani süngekler, oppak süngeklerin tağdaki jığılıdı deydi. Yani bu yalğızla Uygur emez. Misalga Xitay'lama özününki Xitay hakimiyetteki müçişini gidemeydi yani. Eğer de işlengen olsa, misalga Xitay'ın emeldarları hemisi çetelde horaca ilip, çetelde öy ilip, pullarını çetelge kaçırmaydı, ballarını çetelde okutmaydı, hotlarını çetelde okutmaydı. Demek ki Xitay'ın emeldarları mı Xitay'a işinip gitmeydi. Şununla Uygurlarma bek işinip gitişinin hacet yok eğer de yumuşatkan olsa. Vaziyetini o yumuşatışının ki sebebi mi bir taktikinin ki yani bir taktikni icra kılışının ki bir sebebidir o. Bunun da kimi kılış mümkün. Bir kısım Uygurlar yani işini kılış mümkün de oylayman. Ama yani bir mezgilden ki yani katıklık kılağıncağda onun ki o yani ziyan tadıdı ama angıca 10 yıl ötep gidiyordu ömrünün ki en isil vaxtlarını mı yağan geplerge işinip üzerine ötküzvetken buludu. Yani bir insan özünün akıllı bile işleş lazım. Yani Allah o aklına bergen olsa o akli işlerini kılış lazım. Ondaqda Xitay'nınki huyunu bilgendin ki, Xitay'nınki siyasetini, siyasi medeniyetini bilgendin ki, texima bunda akıllı bile iş kılış lazım dep oylayman. Xitay misalga ertügün, çünkü ona bir kurban kılıp, ona bir cazalap durup Uygurlarını könlünü aldığın bir işini kısa onu kılalaydı. Bunu öz vaxtıda yansın işin mi kıla? Yansın işin kılan çağda mı Uygurlarını hemmisini cimiktirip etken. Ama cimşurum onu bilmeye kaldı, hata kıpsaldı, onundakin isyanda çıkıp gitti. O nime şınışsayma biraz biletti bir yumuşak bir kattık, bir yumuşak bir kattık bile başkurdu Şarkı Türkistan'da. Aşılarda mı tecrübe savak iliş lazım dep oylaymamdı. To'g'ri bu tarixiy ochiq saboqlarni hatırlatıp o'tganingiz ayt yaxshi bo'ldi chunki biz tarixni saboq olmaganimiz uchun tarixdan to'g'ri yakun chiqarmaganligimiz uchun mush kunga qolgan xatoning ustiga xato ishlab mush kungacha keldi. To'g'ri deysiz, ana shu necha ming yil burun shu Orxun obidasiga o'yilgan shu ajdodlarimiz, ota bobolarimizdan qolgan nasiyati ne o'ylaydigan bo'lsak, shu nasiyatning, shu vasiyatning hozirmi buningki kuchga ega ekanligini, hozirmi ashundan saboq qilishimizningki ne kadar to'g'ri ekanligini bu yerda ko'rsatdi aziz qarindoshlar. Haqiqatan biz Xitoyga umid bog'lagan vaqtida uzun vaqt o'tmayla Xitoy hukumati yana xalqimiz qarta biz keng ko'lamlik bir qirg'inchilikni davomlashtirib keldi va bu faqat mustabid kommunist Xitoy hokimiyati vaqtida emas, xuddi boya Erkin Akram afandim deb o'tgandek bizning yaqin zamon mustaqillik mustamlik tariximiz qaraydigan bo'lsak, har davrda o'tgan mustabid hokimiyatlar, militaristlar davrida bo'lsin, Gomindang davrida bo'lsin, buning hozirgacha buning takrorlanib kelganligini va bizningki buningdan toz yetarlik saboq olmaganligimizni ko'rsatadi aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz o'zimizningki milliy irodasidan, davlatchilik ideyasidan va milliy mustaqilligimizni asliga keltirish g'oyamizdan voz kechmasligimiz kerak. Bu Xitoyning umid kuchini o'zimi xuddi jilondan, chayondan odam chaqmaslikni kutgandek bir ish deb qarayman men. Xo'sh, hujam, bu mustaqillik masalasi nihoyat ko'p talash tortish qilyapti. Uyg'urlar ichida bo'lsin va yoki chet ellik Uyg'urlarni tadqiq qilayotgan mutaxassislar tarafidan bo'lsin, bu Sharq Turkiston Uyg'urlarning milliy mustaqillik masalasi qanday bo'ladi kelgusi Uyg'urlarning taqdiri masalasi degan vaqtida. Masalan, bugungi dunyo vaziyatida ko'p qarindoshlarimiz qiziqdi. Bo'lsa, siz o'tganda nihoyat qimmatli ba'zi fikrlarni o'tirib qo'ydingiz. Janob Allohning qudrati bilan balkim erta mustaqil bo'lib ketishimiz mumkin. Yana Cenab-ı Allah nasip qilsa, yana oldimizdagi yaqin qisqa muddat ichida mustaqillikka erishib qilish ehtimolini yo'q degili bo'lmaydi. Har xil ehtimol bor endi hozir dunyodagi vaziyatni tez o'zgarib o'tadi.
Mesela nima yaqinda o'tgan ta yaqin tariximizda o'tgan zo'r hadisa var. Sovet İttifaqının parçalanishi va 20 yaqin Sovet İttifaqı tarkibidagi har qaysi respublikalarniki hozir mustaqil davlatga aylanib Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tarkibidan o'rin olishi bu nihoyat cho'ng bir o'rnak. Agarchanda Sharq Turkiston milliy mustaqillikka erishib qolsa, hozirgi dunyo vaziyatida, hozir dunyo konjunkturida qandaq bir bosqichlarni biz o'tishimiz kerak mesela? Qandaq bir bosqichlarni biz o'tish ehtimolimiz bor hozirgi sharoitimizda? Sharq Turkiston agarda mustaqil bo'lib qolgan taqdirda, Sharq Turkistonninki siyosiy madaniyati, tarixiy madaniyati degandek, shu irqiy, diniy har jihatdan Sharq Turkiston shu O'rta Osiyo bilan bir butun. Xitoy bilan bir butun emas. Undaqda bizninki hem İslam hem bu Türkiye ikki kimligimiz var. Undaqda şu İslam dünyası bilan Türk dünyası bilan bütünleşishninki yoki integrasyon bo'lishninki yo'lini izlash lozim. Bo'lmasa bunda paytda Sharq Turkiston bu ichqida bir rayon bo'lg'achqa bu to'rt tarafga ichilish biroz qiyin. Havo yo'llarini to'sib etsa va quruqlik yo'lini, temir yo'lini to'sib etsa chiqishimi qiyin bo'ldi. Undaqda bundan keyingi dunyoninki vaziyatimi hozirgi shu ulus davlatdek shakl bo'lmaslik mumkin. Başka bir xil mustaqillikninki shaklimi bo'lishi mumkin. Hozir meni kallamda yo'q. Ama hozirgi vaziyatlar davomli qolamaydi. Chunki bu dunyoda tugagan narsa yo'q. Hamma nima tugaydi. Shuningga oldimizdagi yillarda bizmi bir narsalarni o'ylash lozim. Ya'ni mustaqil bo'lib bo'lgandan keyin davlatni kuchlantirish lozim. Xalqimizningki turmush saviyasini o'stirish lozim. Undan keyin fan, texnika her sahada kuchlanish lozim. Onunla iqtisod lozim. İqtisodni kuchlantirish uchun biz shu iqtisodiy faoliyatlarni ilib berish lozim. Kim bilan qilamiz meselesi var. Hamda Xitoy uzun yildan beri Sharq Turkistonni besib olg'achqa Xitoy bilan bir yaqinlashish bizning xalqimizningki ko'nglida unmaydi. Shuningga Xitoydan masofa turib boshqa davlatlar, qo'shni davlatlar bilan iqtisodni kuchlantirish lozim. Xitoyni ichiga olgan taqdirda bizda 9 tane qo'shni bor davlatda. 9 qo'shni bilan yaxshi o'tishninki yo'llarini izlash lozim. Chunki o yo'l ichilgandan keyin iqtisod yo'l ichildi. Ularning bozori ichildi, biz kira olamiz. Misolga Hindiston deylik. Kelgusida Xitoyda jiq bir nüfus bo'ladi. Yani dünya nüfusunun 5'te birini teşkil qilgan bir Hindiston bozori var. Bu bozorga biz qanday kirimiz, ular bilan qanday tijorat qilamiz, buni so'zlash lozim. Hozir misolga Pokiston Xitoy bilan yaqin bo'lgan bilan atugün mustaqil bo'lib bo'lgandan keyin biz Pokiston bilan yaqin munosabat qurishga majbur. Chunki biz Pokistonning yo'li bilan dengizga ichila olamiz. Ondan keyin biz Qozog'iston va Qirg'izistonlar bilan, Mo'g'uliston bilan munosabatni yaxshi qurgan taqdirda bizningki havo yo'llarimizni ichib ketadi. Misol deylik, Urumchidan Amerikaga uchimiz deydigan bo'lsak, biz O'rta Osiyo, Türkiye, Avrupa, ondan keyin Atlantik dengizini o'tib Amerika emas. Biz Sharq Turkistonda Shimol qutbga bevos uchimiz va vaqtninki 20 hisob bo'ladi. Undaqda biz kelgusida ya'ni qildigan nurg'un ishlar bor. Hozir hamda birinchi nishonimiz shu vatanni qutqizish, erkinlikni ilish va mustaqillikni ilish. Bo'lgandan keyin yana bir strategiya planni quramiz. U vaqtida davlatni kuchlantirish, xalqimizningki turmushni bayoshat qilishni asos qilamiz vaqtida, nishon qilamiz. Hamda hozirgi nishon hamda shu mustaqillikninki nishoni. Hozir mana shu tashkilotlarninki faoliyati ila va shu xalqaro vaziyatning o'zgarishi bilan Xitoyninki Jahongir davlat bo'laman deb dunyoni cho'chitish bilan va hammani yig'ib kelgan chog'da Allohning bizga yaratgan bir fursat bilan hozir biz ikkinchi qadamga basa oldik. Yani ikinci bir kadem mustaqil oldu. Yani mustaqilga bir kadem yol kaldı. Şunun ama ikinci kademdeki işlerini qildigan nurg'un işler var. Bu işlerini eğer de şu planlagandek kıla alırsak, önümünü ala alırsak, üçüncü kademgime
çaqqan ve asan yetişelaymiz. Dünya özgürüvatıdı. Aşı özgürüşten fırsatını çıkırış lazım. Dünya krizge kırıvatıdı. Aşı krizden fırsat çıkırış lazım. Bu şu bizimki anlık Uygurlarınki kıldığan işi hem de en mühim işi muşu buludu dep oylayım hem de. Mesela siz dep ötkendek hazır Şarkı Türkistan'daki milli müstakillikka yetişti ötediğen basqıçlardagi vaqtda birisi Şarkı Türkistan meselesininki xalqaro ishni qo'lga keltirish siz deb o'tgandek Bu birinci kademli nişanı. muhim uzun ve jafoliq bir qadamdir. Bu mesela biz 49-yildan tortib hozirgacha hisoblasak mushu maqsad g'oya uchun kurash qildik ve 60 necha yilda bugun endi Sharq Turkiston masalasi rasmiy xalqaro bir masalaga o'tdi. Asosiyatim bu bosqichdan o'tib ikkinchi bosqichga qadam tashlash oldida turyapmiz. Bu jarayonga nurg'un badal to'ldik. Bu bugun Şarkı Türkistan meselesinin, Uygurlar meselesinin BDT'de, Amerika parlamentinde, Avrupa parlamentinde oturup çıkışı, muzakere kılınışı ve yukarı devlet rehberleri derecelik bunda yukarı seviyede oturup koyuluşu herkesin tasarrufuyla emez, bir gün iki günde kol yapmağa netice emez ve 1949 yılında tartib hazırgacha olib berilgan butkul bu şu bizninki milliy hareketimizdeki hozirgi bir neticesi deb qarasak bo'ladi haqiqatan. Endi Erkin efendi mesela jakşatanliklar so'raydi. Burunmi so'rag'ini to'liq so'rab nima qilgani uchun biz 2005-yilda sizning xabaringiz bilan 7-oydalık Myunxen kitobnomasini e'lon qilgan chet elga biz kelgusida qurilgan davlat shaklimiz deb. Buningga hozir hisoblasak 13 yil bo'lib qoldi. Hozir bu so'raydi ba'zida. Masalan, sizlar mustaqillik deysa, sizlarga qanday bir davlat hozir sizlar qanday bir davlat qurmoqchi deb so'raydiganlar ko'p hamda. Buningga sizcha qaysi xilda javob bersak eng muvofiqlidir bugungi dunyo vaziyatida masalan? Hazır bu bizimki nişanımız, bütün teşkilatlarınki nişanı okşaş. Yani halkımızınki bayaşat, refah yaşaş ve milletimiz ve devletimizdeki mevcudiyetini qo'g'dab ve terakkiyatını qo'g'dab qilish. Bu chetda chataf yok. Ama muşu menfaatni yoki muşu g'oyani qanday uslub bilan qo'g'dab qolamiz degan yerda hammasi mustaqillikni nishon qilib ko'rsatdi. Ya'ni g'oyaga qarta muşu nishonni ko'rsatdi. Fakat nishonga erishish uchun qanday bir uslub bilan ilib boramiz degan yerda bu yerda göz qarashlar o'xshamasliklar bor. Shuningga ba'zi jamiyatlar demokrasi bir devlet kuraylı deydi. Bazıları ama Türkiye'deki bir tüzümle kuraylı deydi. Bazıları şeriat devleti kuraylı deydi. Şununla bu devlet kuruşta bir okşmaslık var. Hem biz nurgun devletlerinin ki devlet ilan kılışının ki baskışıga dikkat kıldığan bolsak, nurgun devletler başta meclisini kurdu. Devletleri kurmay durup, mecliste bunu pişirip, ahire kandak bir devlet kurduğunu şu meclisten çıkıyordu. Misalga Türkiye'de 1921'de meclis kuruldu, 1923'te devlet ilan kılındı. O vakti de şu mecliste, muşunda bir devlet tüzümünü kabul kıldığı da ilan kılışka, hazır muşunda bir Türkiye Cumhuriyeti kurulgan bulundu. Amerika degen devletime kurulgan vakti de şu 13 ştatının ki adamları bir yere kelip, netçe müzakere, netçe uruşup sokuşup, ahire şu meclis okşaş, muşunda sözleşip, uruşup, tırışıp, ahire şu federasiya bir Amerika'na kurup çıkaylı da, devletine kurup çıkan. Misalga Norvegiyaga qaraydigan bolsak mı, 100 yıl evvel meclis kurgan, 100 yıldan keyin devletini aran ilan kılalıgan. Şununla bazı çoğun devletinin ki yıkılıp gidişiyle oturup çıkan devletlerine hesap kılmagan takdirde nurgun devletler muşunda meclisi okşaş bir platformunu yani bir münberini teşkil kılıp onun ki asla bunu oturup koyganı. Şununla bunda sorap kalsa şu vakit saat kelgen çağda mecliste kanday karar çıksa aşında buludu deydiğen bir cevabını müşünü aram bir edeyimiz. Hem de hazır kopup misalga ben demokrasi bir devlet kurman diyen vakitte şeriat devlet kurman diyen bile ihtilaf o kalıda.
İktidar bo'lgandan hozirgi bizningki bosqichda ziyon ilib keldi. Şununla hemimiz bir noktada kelişiliş lazım. Şu 3. basqışqa basqan hamatla bir meclis kuruldu. Bunun ki şu mecliste nim karar çıksa şu buludu deydiğen bir anga keliş ama hazır 2. basqış bu başka. 3. basqışını sözlemek biraz nime emes real bo'lmaydi ama bir plan buluş lazım. Şunda. Bu g'arbliklarninki yani to'liq so'raydigan bir nima mesele misalga siyosiyonlarni faoliyatchilarni uchirgan chog'da shuni deydi sizlar mustaqil istamsizlar deb endi bu siyosiyonlar faoliyatchilar qiynaladi bu yerda deydisa hozirgi vaziyat muhit yaxshi emas müsait emas. Ondan keyin bu xalqaro qonun uni cheklaydi. Ondan keyin Xitoy qo'llarini hamma yerga selib to'saqlik qilyotdi. Misolga bunda bir paytda qanday javob berish degan masala bor. Misolga xohlamsa desa, bütün Uyg'ur xalqi, bütün Sharq Turkistonning ko'nglida mustaqil bir Sharq Turkistonni xohlaydi. Deyish lozim. O so'rgan odam buni tushuna oladi nimligini. Eğer de yana tushunmagan bo'lsa, undaqda biz tarix jihatda Xitoy bilan o'xshamaymiz. Bizning tariximiz Xitoyning tarihi bilan o'xshashmagan emas. Biz irqiy jihatdan, bu etnik jihatdan Xitoy bilan o'xshamaymiz. Bizning tilimiz, dinimiz, urf-odatimiz hamma nima Xitoyga o'xshamaydi. Eğer de Xitoyga o'xshagan bo'lsak, biz allaqachon Xitoy bo'lib qoladi. Nimishki Xitoy bo'lmaydi. Mayli chiroydan, tildan, dindan her jihatdan o'xshamaymiz. Shuningga biz bir başka bir millet. Her qanday bir milletninki devlet kurduğan, devlet kuruş hakkı bulduğanlığını xalqaro qonunlarda bununki maddesi var. Dep manda tepsili tushuntirishimi yana bo'ladi. Bundan keyin uchraydigan savollar en ko'p mushlar bo'lishi mumkin. Shundoq siz degandek to'g'ri. To'g'ri, masalan, bizdinmi ko'p so'raydimdi ko'p hollarda. Endi hozir siz nihoyatda muhim bir nuqtani o'tirib qo'ydingiz. Masalan, oldi bilan shu o'zimizningki eng oxirgi g'oyamizga yetish masalasi hamda g'oyamizga yetgandan keyin anandan keyin bir mustaqil quriladigan mustaqil bir parlament orqali davlatimizningki siyosiy shaklini, davlat qurilmasini belgilash masalasi. Masalan, biz hozir aytib bu 1930 va 44-yil qurilgan ikki Cumhuriyet inqilobizningki davomi hozir bizning aytib ko'ryapmiz hamda. Onun için bizning hozir ko'tarib kelgan bayrog'imizni shu 30-yildagi Cumhuriyetninki ayolsizlik ko'p bayrog'i. Mana bu ekranda ko'rib turgan davlat gripimizmi shu 30-yildagi Cumhuriyetninki davlat gripi ve hozir aytayotgan istiqlol marshimizmi shu 30-yildagi Cumhuriyetninki istiqlol marshi. Buni o'zgartirmaymiz biz. O'zgartirgan haqqimiz yo'q, salohiyatimiz yo'q. Belki bularning hammasi kelgusida mustaqil Cumhuriyetimiz qurilib, mustaqil davlatimiz qurilib, milliy parlamentimiz qurilgan vaqtida belki devletimizin namı hazır, Sharq Turkiston'da davlatimiz 33-yildagi Cumhuriyetimizniki namı. Bu o'zgarmas narsa, buni o'zgartirmaymiz, o'zgartir haqqimiz yo'q. Buni faqatla kelgusida mustaqillik bosqichiga o'tgandan keyin shu yerda qurilgan mustaqil parlament tarafidan bekitildi. Balki bayrog'imizni o'zgarib ketishi mumkin, davlatimizning nomi o'zgarishi mumkin, davlat gripimiz o'zgarishi mumkin, istiqlol marshimiz o'zgarishi mumkin. Shu vaqtida salohiyat bo'ldi hamda butun parlament a'zolarininki millet vekillerininki mustaqil Sharq Turkiston davlati. Endi bu yerda bir nuqta bor. Hem Uyg'urlarni endishiga selayotgan, hem chet elliklarni shu Uyg'urlar masalasi qiziqayotgan, chet elliklarni endishiga selayotgan ba'zi masalalar bor. Menda ko'p so'raydi. Masalan, siz nihoyat obdan bu xalqaro vaziyatni, Xitoy vaziyatini nihoyat obdan tadqiq qilyapsiz. O'tgan yili bizning shu Germaniya do'lqinlari radyosida cho'ng bir maqola e'lon qilindi. Germancha, inglizcha, xitoycha servis tillarida. Bu tadqiqot maqolasi nima degan vaqtida 2000 tasavvur hamda bu 2000 ilmiy shaklda bo'lgan bir tadqiqot tasavvuri. 2030-yildan xatolashmagan bo'lsam 2035-yilgacha bo'lgan mushu mezgilda hozirgi mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining og'dirilib, uningga yangi bir rejim, ya'ni demokratik bir sistemninki bunun o'rnini oldiganligi ne ta'kidlagan va agarchi shunday bir rejim, ya'ni olmish bo'lsa, bu yerda birinchi bo'lib bu yerda Sharq Turkiston bilan Tibet Xitoydan bo'linib chiqish
kitishi mumkin degan tasavvurni o'tirib qo'ygan. Undan keyin yana bir tasavvur nima desangiz, bu Xitoyniki rejim alınışı birisi tinchlik shakldan bo'lish ehtimoli bor, ammo uningdan bakrak bir ichki urush Xitoyda, ichki qalaymanchilik, ichki isyon. Xuddi 89-yildagi Tiananmen qirg'inchilik o'xshash cho'ng bir ichki isyon. Har qaysi harbiy bu rayonlar deymiz hozir 7 cho'ng harbiy rayon bormi Xitoyda? Bu harbiy rayonlar o'tirisidagi urush, o'lkalar o'tirisidagi urush, ichki urush tufaylidan hokimiyat qonliq shaklda, ya'ni bu nima shaklda hokimiyat olinishi mumkin deydigan tasavvur bor bunda. Bunda vaqtda Sharq Turkistonga albatta Sharq Turkiston Tibetga fursat keldi, bu chet ellik mutaxassislar yozgan bir ilmiy tadqiqoti. Endi bu yerda endişeге салган, meni endişeге салган bir nuqta bor. Bunun ba'zi Xitoy demokratlaridan angladim men buni. Vuxundamı bu ülep ketken Xari Vuxundamı degenti bana. Kelgüsüde bu Bingtan speciallar bala oldu degenti. Mesela Vuxundanın degen bir gep vardı da. Kelgüsüde bu Xitay demokratları hakimiyet bir şey mesela Mustafa Komünist Xitay hakimiyet ağdırılıp, onun orada Xitay demokratları kelgenden kim bu? Bir yerde Bingtan yeni demokratik Xitay Cumhuriyeti'nin ki buyruğuna boysunmaydı veya da müstakillik elan kılıdıydı. Şarkı Türkistan müstakillik elan kılıcı ihtimal vardı. Bir yer Şarkı Türkistan'daki hazır Şimal ve Şark rayonlarının hemsinin kontrolü Bingtan'ın kolu deydi. Bingtan'ın kolu da muntizm bir yerde uruş kurallaydıgan milyonluğan kurallık adamlar var deydi. Hemsi yarım kurallık deydi. Onun dikin dehançılık işildiğin bir yerde yüzlügen orklanı var deydi. Dehançılık işildiğin. Bu orklarların derhal harbi uruş orklarlarına aylandırış ihtimali var deydi. Onun dikin bu Bingtan'lık Xitaylarning qo'lida ig'ir tipdagi zambiraklar qo'lida bor deydi. Vaqt kelganda buni markaziy, masalan, yangi hozirgi Mustafa Komünist Xitoy hokimiyatining o'rniga chiqqan bu demokratik Xitoy hokimiyati Bingtanni kontrol qilolmasligi mumkin. Bu vaqtda Sharq Turkistonda cho'ng bir Uyg'urlar bilan Bingtan o'rtasida qonliq bir urush bo'lishi mumkin. Bu vaqtda Sharq Turkiston bu xuddi Afg'onistonga o'xshash, Suriyaga o'xshash, Liviyaga o'xshash anarxiya bir. Chunki Sharq Turkistondagi qo'shni davlatlar muqim emas deydi. Afg'oniston, Pokistonda muqimsizlik va Tojikistonda muqimsizlik va bu yerdan yana ba'zi terrorist guruhlarning, bu yerda radikal guruhlarniki Sharq Turkistonni bir anarxiya bir rayonga aylantirib o'tish xavfi bor. Bularni qanday oldini ola olsa deydigan savollar bor. Muşu kallan uzun yakının mene oylandırıvatkan bir meselede. Muşunu ne sizden bir sormak istedim. Mesela kelgüsü muşuna bir ahval oturguş ihtimal var mı mesela nimelerine degeni kokşat? Çetellik mutaxassislerin degeni dek bu hukukundanın degeni dek. Bunun ihtimali var. Yani Xitay'nın ki hakimiyeti yıkılışının ne çıkıl ihtimal var. Bir ihtimal merkez hakimiyeti bu ülke hakimiyetini kontrol kılamay. Onundakin yüzü işçide uğraşıp sokuşup ahire bir isyanla çıkıp gidip onundakin ülke hükümeti müstakillığını ilan kılıp kılışınınki ihtimal var. En çok ihtimal müşemdi. Meneki perezimde. O vaxtda Şərq Türkistan hakimiyeti, yani Xitay'nınki Mangızvatqab Ürümçi hakimiyeti belki yansın işin müstakil buluvağandek buluviliş mümkün. Sılı dikendek Bingtuan'ın adamları ve hazırki Şərq Türkistan Xitay'nınki bu ermileri bile birlikte bir yerde 2-3 milyon can kılalaydıgan Xitay var degen gibi. Xitaylarning 20 huquq keçiketdi deyli, yani bir 20 milyon var. Bir 20 milyon degen çoğun bir rakam. Endi bu yerda agarda misolga jang qilmay qildigan bo'lsa, bu 1 milyon odamning qo'lidagi naganlar va o'q dorilar hamsi qoladi. Agar jang boshlab kelsa, o'q dorini qayerdan oladi? Shunday. Onunki iqtisodiy, yani Sharq Turkistonning iqtisodini tutib turish lozim. Hamda shu xalqaro siyosatga qarashga va unga diqqat qilishga majbur qoladi. Agarda xalqaroda bir bisim bo'lgan bo'lsa, Sharq Turkiston hukumatiga, bu vaqtda Sharq Turkistonning bu Xitoy hukumatini chidayolmaydi. Bu bir mesele. Yani birisi bu Uyg'urlar shu radikal kuchlar kirib urushib, so'qishib, texma anarşi bir vaziyetni yaratdı deydim. Misalga Uygurlar urushsa, onunki akıbeti başka. Uygurlar, Kazak, Kırgız, Özbek, Şive, Mongol ala ile urushsa yanı başka.
Bütün Şərq Türkistanlıqlar Xitay bilan urushsa yana boshqa. Shuningga bu anarşini qandaq vaziyatga qarab onunki analiz qila olamizda. Agarda Uyg'ur bilan Uyg'ur urush so'qishib jang bo'lib ketsa, u vaqtida Uyg'urlar bir-birini yo'qotadi degan gap. Bu shu mamlakatdagi Xitoylarga foydasi bo'ladi. Xitoy onundan keyin Qozoq, Qirg'iz, Mo'ng'ul shivallarni ishiltidi Uyg'urlarga qarshi. Shuningga buning oldini olish uchun, ya'ni Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Uyg'ur arasındagi urushni oldini olish uchun, Uyg'ur urushining oldini olish uchun hozirdan boshlabla bir ang ideyaningki shakllanishi lozim. Ya'ni da'voning ideyasi shakllanishi lozim. Ya da ideologiya yoki doktrin nima desak deyli. Ya'ni nima degan chog'da biz hammamiz Xitoy ishg'olchi, hammamiz ma'vuz yurtning adimi. Seni atanın mishada tug'ilgan, bizmi sizlar qechib kelgan chog'da biz mishada kutib olgan, bizmi shu zaminni sizlarga sizlar bilan paylashaylik, o'rtoqlashaylik deb nima qilgan degan tushuncha bilan ifoda qilish lozim. Ondan keyin Şərq Türkistan tarixini mushu shaklda yozish lozim. Ya'ni hammamizning dushmani aslında Xitoy deb. Onundaki ağının aldığını ağıl oldu. Kelgüsünde bir cidal çıksıma, Şərq Türkistanlıq bilan Xitoyning arasında bir jangga aylandı. O jangga aylangan vaqtida chet eldanmi bir hissasçılık ve destek ağlı bo'ladi o vaqtida. Ama Uyg'ur urushib ketsa, destek qildigan adamlar devletde pek olmaydı. Bazı qo'shinlar, maxfiy tashkilotlar bo'lishi mumkin. Ve Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Uyg'ur muşlar bir-birisi bilan urushib ketsa, haqlar açıq arlaşmaydı ama acına maxfiy kuchlar aralashadi. Ama Xitoy bilan Şərq Türkistanlıqların arasındaki jang bo'lib ketsa, o vaqtida milliy mustaqillik bir hareketiga aylandı. O vaqtida ondan keyin xalqaro qonunlarninki ba'zi moddalardan foydalanғылы bo'ladi. Misolga deyli, shu 1960da 12 ayının 14 günü mustamlaka rayonning xalqini ozod qilish va rayonni qaytarib berish deydigan bir qonun chiqqan. Ondan keyin bu qonundan keyin yana shu 1973-yili 12 ayının 12 günü, yani bizim Cumhuriyet'in kurulgan günde shu chet ellik mustamlaka kuchlarga qarshi qilgan bütün kurallık uruşma haqliq bo'ladi ve bu urush qatnashganlarni jangchi deb tanıymiz. Yani terörist, bu tanımaymiz. Yani jangchi deb tanıymiz. Shuningga bu bazı qonunlarga murojaat qilgan taqdirda bizninki urushimiz haqli bo'lgan vaqtida xalqaradan bir destek ve hissasçılıkni topdi. Çünkü jang boshlangandan keyin iqtisod xashlash degan gap. Misalga doğru bularni demayli, qurollarni demayli. Misalga yaralangan adamlarni qanday qilamiz? Qaysi doğru, qaysi ukul, qaysi doktorxon bilan davolaymiz. Misalga yeydigan ochliqlar nereden keldi? Mushlarni hammani o'ylash lozim. Shuningga ba'zan shu kelgusindagi qadamlarni hozirdan boshlabla buning tayyorligini qilish to'g'ri keladi. Ama bunu kılıştan evvel malum bir seviyede, malum bir anga ilgi buluş lazım biz. Eğer de bu seviye an bulmasa, biz azıcık degandek planı kuramay kalırız kendisi. Onun denkin anda vaziyet sılı degen anda vaziyet çıkıp kalgan çağda gangırap kalımız. Onun denkin bilmeyle uruş cidalının içinde tıpkılıp, onun denkin Xitay payda iş qildirmiz. Türkçe degan chog'da Xitoyning diniga qaymoq surtib olgan bo'lamiz, deymi? Bu to'g'ri bir nozik bir masalani o'tirib qo'ydingiz. Buningdan buni qalbimizga ching singdirishimiz kerak deb o'ylayman. Sharq Turkistondagi yerlik millatlarning bir-biriga bo'lgan ittifoqligini, bir-biriga bo'lgan sevgisini yana oshirish masalasi. Kelgusi milliy mustaqillik hazırlanışımızda mühim bir mesele ekanligini hurmatli Erkin Akram efendim deb o'tib ketdi. Hakikaten bunun da Xitoy bundan hakikaten paylandı yerlik milletlerini bir-biriga silishib paylaştı. Mesela 33-yilgi Cumhuriyetni bütün yerlik milletler birleşip kurduk. Mesela Osman Qirg'iz, Osman Ali deymiz. Ve şu Cumhuriyetning qurilishida
Qashqarning ishg'ol qilinishida eng muhim rol o'ynagan, hatto o'zi shehid bo'ldi, inisi shehid bo'ldi, minglagan qirg'izlar shehid bo'lib ketdi Tunji Cumhuriyetimiz. Hatto Xotan askarlariga boshilib kelgan, bu bosmachi deymiz, Jonimxon shu nimadan kelgan, Qirg'iziston tarafidan qochib hijrat qilib Sharq Turkistonga kelgan bir qo'mondan. O'zbek nimalar qilyapti masalan, ya'ni yerli xalq birlashib qurgan 30 Cumhuriyet. 44-chi Cumhuriyet texnik keng doirada bo'ldi. Buning hatto Mo'ng'ullarmi qatnashdi. Başka milletler katlaştı. Kazaklar zaten bizim generallarımız Kazaktı, Kazak Kırgız'dı. Delilhan İshakbek geldi, Kazak Kırgızlar. Bizim en asası 2. Cumhuriyetimizin generalları. Şuna hem de bir yerde Xitay hükümeti 49. yıl Şarkı Türkistan'ı işgal kılgan diken birinci olup yerlik milletlerini bir parçalaş idare kılış taktikasını kullandı. Yani bilirse kıyımdaşlar Uygur geçinimini beğenmeyi durup 54. yılı İl Kazak Abnum Oblasti, Börtüla Mongol Abnum Oblasti, Akçıkökçü de Uygur geçtiğini vermeye durup yerlik milletler avval Abnum Oblast'ın emrini verip, Abnum Nayını verip, Abnum Yezini verip, bir yıl ötkendeki 55. yılı anandayken 10. ayının 1. günü Şinjan Uygur Abnum Ravine'ye de hep endi bu Uygurlar yerlik milletler birbirisiyle siliş. Aslında şu Şinjan Uygur Otonom Rayonu degan şu gapni tahlil qilgan bo'lsak, Uyg'urlarga hech nima berilmadi. O bir quruq jaza. Quruq jaza. Chunki sen o uyning to'pisidagi bir jazdakli turdi. Ostida manfaatlar hammasi xalqlarga bo'linib bo'lgan. Sanga quruq nomla qolgan gap. Ya'ni Uyg'urlarga hech nima bermagan degan gap. Hech nima bermaganlikning sababimi Uyg'urlar aslında yana bir mustaqil devlet kurması olan bularni hazırdan başlapla put qo'lini chanapla başka milletlerine anondaki tiklep koyup kılaylı edip aslında otonom rayon degan bu quruq jaza Uyg'urlarni yo'qotishninki bir sistem bu, bir tuzum bu. Bu mesela yaxshi bo'ldi. Bu masalani shuni aziz qarindoshlar, Sharq Turkistonning yerli xalqi degan vaqtda 92-yili Türkiye İstanbul'da çağırılan Tujnevat'taki Xalqaro Sharq Turkiston Milliy Qurultayida ilingan bir qaror var. Hozir shu qarorni kuchga ega yerlik millatlar kimlar degan buning berilgan bir tabir. Uyg'ur, Qozaq, Qirg'iz, O'zbek, Tojik degandek shundaq Sharq Turkistonda uzun yil yashagan xalqlarni Sharq Turkistonning yerli xalqi deb ta'bir qilgan, ammo Xitoy hukumatiniki boya Erkin Akram Xo'jamiz deb o'tgandek millatlarni bir-biriga silish, o'zaro sun'iy ziddiyat paydo qilish, ixtilof paydo qilish natijasida xeyli uzun yilgacha hamda gapning rostini qilsak e'tirof qilishimiz kerak. Uyg'urlar, Qozoqlar, Uyg'urlar bilan Qirg'izlar o'rtasida biroz masala bor deb. Bir-birimizni masxara qilib, yumor so'zlaydigan, bir-birimizni mazoq qiladigan milletler üzere qildigan avvallar bor hamda bu bir reallik hamda. Ammo mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining bu Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan zulmi xilli mazgilgacha tug'uchini asosan Uyg'urlarga qaratib kelgandi. Masalan, 90-yilning beshidagi qattiq zarba berish shartida bo'lsin, uning keyingi bostirish siyosatlarida bo'lsin va yoki qo'shnilik ma'rif siyosatida bo'lsin, nurg'un bostirish siyosatlarda tug'uchini asosan Uyg'urlarga qaratgandi. Boshqa yerlik millatlarga chaqalmagan. Hatta 5. yıl Urumchi qirg'inchiligi yuz bergandimi, ba'zi yerlik millat qarindoshlarimiz men Uyg'ur emas deb, millatim palonchi, millatim bundaq, pistonchi, millatim deb majlisiga Xitoylarlik tutib urib ketmasin deb, men Uyg'ur emas deb o'zining Uyg'ur emasligini isbotlash uchun bo'yniga bundaq bir narsani esib chiqqanlarmi bor deb kelgan shohidlar bizga so'zlab berdi. Bu munoyati hamda bir ibretlanishga tegishli bir ish, ammo hozir qaraydigan bo'lsak, Xitoyninki niyati o'tirg'i chiqdi. Jazo lagerlariga opirib, bu yerda Qozoq qarindoshlarimizni, Qirg'iz qarindoshlarimizni bu yerda opirib jazo lagerlariga yerlik xalqimizni, bizning Sharq Turkiston, O'zbek qarindoshlarimizni hammasini jazolarga akirib, bu yerda o'zininki asosiy maqsadi faqat Uyg'urlarni yo'qotish emas, Uyg'urlarni asos qilgan butun yerlik millatlarni bu yerda yo'qotish ekanligidan iborat. Bu yovuz niyatini oshkorladi. Bu bir hisobda buning ijobiy roli bo'ldi. Hozir Sharq Turkistonning yerli xalqi Uyg'urlarni asos qilgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, bu yerda O'zbek deymiz, Tatar deymiz, Mo'ng'ul deymiz, qarindoshlarimiz texmi bu yerda ittifoqlashdi. Aziz qarindoshlar, boya Erkin Akram Xo'jamizningki izohlig'ida kelgusida Sharq Turkiston milliy mustaqillik yetishimizda
bu yer davlat qurishimizda, davlatning asosini silishimizda yerli xalqning ishtiroki nihoyat muhim. Kelgusida Kommunist Xitoy mush taktikani qo'llangan, Gomindan shuni qo'llangan, undan burun Sharq Turkiston idora qilgan militariston yerlik millatlarni bir-birisiga silish nimasiya taktikasini qo'llangan. Endi demokrat Xitoylar hokimiyatga chiqsa, u Xitoy hamda uni qo'llanmaydi deb garantiya qilolmaymiz endi. Qo'llanmaydi deb garantiya qilolmaymiz. Bu masalani siz sezgur bilishimiz kerak ekan. Buni nuqtani obdan eslatdi bizning Erkin Akram hojimiz. Xo'sh, endi bu yerda masalan azınlığa çetellikler deydemdi. Siz nayeti yaxşı bir izalap öttünüz. Sizler müstakillik hazır duruşunlu kerek. Müstakillik hazır duruşunlu kerek. İdeya cihetin hareket cihetin teyalik kılışınlı kerek. İdeya cihetin teyalik kılışınlı kerekti. Hem de kelgüsüde Şarkı Türkistan'da aşında bir fırsat çıksa, inşallah tenişik şekli bilen el ola Şarkı Türkistan meselesi hem bizim tileyimiz. Hem de bir mühim nokta var. Ben 1998'de biz Dolqunla Dünya Uyghur Yaşlar Kurultayı namıdan Ceneva'ya verip bu yerde Demokratik Xitaylar bilen, Mongolla, Tibetlikler bilen bir ilmi muhakemecilik oldu. Hem birleşim namayış oldu bu yerde. Şu yerde keş sohbet yapadık. Bu meşhur Xitay Demokrat zatırıtını Vijingshin. Den bir sualını sordu bizden Uyghur balalardan birisi. Siz bu Uygurlarınki milli müstakilliğini kullanmısınız. Şarkı Türkistan'ın milli müstakilliğini kullanmısınız. Degan vaqtida Vijingshin bir gapni qildi da bu yerda. Men hozir o'zim buni javob bermayman dedi. Men xalqimdan so'ramay turib, xalqimning ma'qulligini olmay turib, men bu yerda hozir Xitoyning territoriyasida yashayotgan har qanday bir millatning milliy mustaqilligini qo'llash haqida pozitsiya bildirmayman. Biz vaqti kelganda avval sizlar Xitoy demokratik nimasiga qatnashinglar. Onun diken biz Mustabid Komünist Xitoy hokimiyatini qutulgandan keyin referendum quraylik. Sharq Turkiston Xinjiangda dedi. Referendum qilib, aşağıda Birleşken Milletler Teşkilatı'nınki nazorat ostida referendumda aşağıdaki xalq yashayotgan xalq dedi. Yerli xalq mı demedi. Yashayotgan xalq mustaqillikni xohlaymiz deb ovoz bersa, kelgusida qurilgan demokratik cumhuriyetimiz mi? Bu yerli xalqning bu irodasiga tanlashiga hurmat qildi degan gapni qildi-da. Ammo bu yerda bundaq bir masala bor. Shuni ko'p so'raydi hozir. Bu vaqtim talash tortishlar bor. Masalan, kelgusida Sharq Turkistonda masalan Birleşken Milletler Teşkilatı'nın nazorat ostida masalan tinchlik shakli bir hokimiyat rejim almoshdi deyli. Xitoy demokratlari keldi deyli. Bu yerda Tibet, Sharq Turkistonda yoki ichki Mo'g'ulistonlarda, bu yerda Hong Kongda masalan bir referendum mustaqillik masalasi haqida. Umumiy ovoz berish masalasi. Bu vaqtda bu yerda Sharq Turkistonda yashayotgan Xitoylar qanday bo'ladi? Masalan, bu vaqtda bizning Uyg'ur tadqiqotchilar ikki xil o'xshamagan ixtilof bor. Bir qismi deydi, u yerda yashayotgan Birleşken Milletler İnsan Hakları Umum Bayonnamasining ro'yi bo'yicha biz u yerda men yashayman, men bu Sharq Turkistonlik deb men yashayman deb turib olgan bir Xitoyni biz majburiy u nimaga haydab chiqarib yetolmaymiz yerdan deydi. Bunda qilsak biz Birleşken Milletler İnsan Hakları Umum Bayonnamasining ro'yi xilop qilgan bo'lamiz, xalqaro qonun prinsiplariga hurmatsizlik qilgan bo'lamiz deydi. Yana bir guruh deydi, Birleşken Milletler Teşkilatı nizomnomasining bir moddasi bor deydi. Bu Sharq Turkistonga olib kelgan yashayotgan Xitoylarning hammasi majburiy Xitoyninki Mustabid Komünist Xitoy hokimiyatining majburiy bu yerga o'tgan siyosiy tufaylidan kelgan Xitoylar deydi. Ko'pincha jinoyatchilar, palanganlar, burjuaziya, kapitalistninki nima bildirmasdan 50-yillar. Nima? Shunga bular o'zining erkin irodasi bilan kelmagan. Shunga o'zining erkin irodasi bilan kelmay, besim bilan kelgan Xitoylarning bu yerda Sharq Turkistonning taqdiri masalasida aprildagi referendumga qatnashish salohiyati yo'q deydi. Siz buni qanday qaraysiz bu masalaga? Bu haqiqatan murakkab bir masala. Mecburi bilen Şarkı Türkistan kelib qolganlar erkinlik bilan qaytib kelsa bo'ladi yani. O bir meseleni aniq deyish lazım. Sharq Turkiston ishg'ol rayoni. Shundaqla mustamlika rayoni. Kim tarafdan ishg'ol qilindi? Xitoy tarafdan. Undaqda ishg'olchilar qaytib ketishi va mustamlika rayonni qaytirib berishi degan xalqaro qonun bor. Biz o qonunga tayinib turib, shu Xitoylarni qaytirib olsak bo'ldi. Agarda qaytmayman desa, onunğa turaqlıq ikamet verib, bunu belki kütülüşün ihtimali var. Ama bence Şarkı Türkistan'da bir
o'zgarish bo'lib qolgan taqdirda nurg'un Xitoylar ko'chib ketadi deb o'ylayman. Qilib qolgan Xitoylar hamda Sharq Turkistondagi o'zininki mushu mol mulkini o'rnini qo'g'dab qilish uchun chin kurash qiladi deb o'ylayman Xitoy. İnşallah hem şunda bula bir kardeşimizin de Xitaylar kaçıp getirdi de. Ama biz bunun şahit olduk hem de. Mesela 80. yıllarda, 70. yıllarda Sovet İttifakı hücum kıldı kendisi. Şu Olca'daki Korgaslarda, Çırar boylarda yaşavatkan Xitaylar, Bingtallı Xitaylar. Hemmisi kaçıp şu nimelerine bütün şu çarpmalarını taşlap nemege dağ yerlerke poyistan şikiri ketkenlerim köp, ürümçik kettirip aldım ba. Ma Şehanz tarafki işki kısımdaki. Ma Bingtal'ın rayonları köçep geçip kelip aldım ba. Anam deken 1990 yılı barın inqilab oldu. Ben 91 yılı şu Janub tarafki jurnalistlik muhbirlik badı. Berip şunun şahit oldum ben. Ben şu vaqtida muş barın inqilab bir yezidi de hem de. Qashqarning nimaniki otishning kichik bir yezisida bo'lgan bir inqilobdan qo'rqib Qashqardanmi nurg'un Xitoylar Urumchi tarafga mana shimol sharqqa taraflab ketibdi ekan. Urumchi qirg'inchiligi ham shunday bo'ldi. Urumchi qirg'inchiligi o'ylab boqing, Urumchining nopasniki 80% ko'proq Xitoy. Uyg'urlar 10% ga boradi bo'lmamdi masalan boshqa millatdan chiqarib olsak hamda. Ba'zi 400 ming Uyg'ur bor deydi, ba'zi 250 ming Uyg'ur bor deydi. Haqiqatan oz Uyg'urlar soni. Shunda turib yana Ürümçinin kaçış uyak tutsun, Şarkı Türkistan Janubki rayonlarıdımı Qashqan Xitaylar bağdaydı. Hem de eğerçen bundaq bir vaziyet şekillenip kalsa, hem de Xitay'nın pixsik alayligi ne köz tutqan vaqtida Xitay'ninki mutlaq köp qismininki qıçıp ketiş ihtimalım var. Hem de bir yerde bir nokta var. Qara Xitay deyilgan bir Xitaylı var hem de. Siz nayt obdan bilisiz. Ben basam bir çat Qashqa vali mahkemesi kirsem, şöyle bir qeyri bir Xitay var ki tercüman. Sen bu Xitay'da edin, bizdeki işkiri ülkede hiç kadar turuşumuz, tukunumuz nemi yok. Bizim işler Şinjan'da o Xitay. Sudak kaç sözdeydi hem de Uygur sözdeydi hem de. Davada da bu biz nemi yok deydi. Mesela 82. yıl, 81. Qashqar vaka oldu o bir çoğun vaka oldu. Şu vakti de mi bizim beğendik işkim çakalmadı bana deydi, tunuğan hikayemizi deydi. Benimki bu nemem yok, bizimki hazır bunda Xitaylar köp biz bir yerde deydi. Biz üç avlatma boldu deydi hem de. Belki şu mezgilde kelgen boz kerek deymi, Jauhuy mezgillerinde, Zozongtang mezgillerinde kelgenlimi belki. Biz bir yerde şikiri ülkelerde hiç kandak bizden nemimiz yok. Yurtumuzda ya nemimiz yok, tukunumuz yok, tunuşumuz yok, nemimiz yok. Biz özümüz mişelikte hesaplayamıyoruz. Bu Xitaylıların sani şu vakti ben sorsam şu 20 milyon etrafı degenti. 400 bin, 500 bin etrafı bağ dep. Onun diken o Xitay'ın kızık bir meselini dep begende. Hazırmış kelgen meselen çoğun garip şimalını açımız bu dep kelgen Xitaylar ninki chatga qilishga uchrayotganligida. Vazifega mansabga tayinlagan vaqtida ama yerli qora Xitoylarni o'stamay, chunki qora Xitoylarning ko'pinchisi Uyg'urcha bildi ekan. Qora Xitoylarni o'stamay, shu ishkidan bevos kelgan Xitoylarni millatchi, shovinist Xitoylarningki masalan Şinjan vatanimizning ayrılmaz bir parçası deb mingsiga quyib o'tib yo'l qilib qo'ygan Xitoylar var kelgandan bilasiz 80-yillardan tortib. Bu kelgan Xitoylarni o'stirdi, bizga ishonmaydi. Mana hozir kadr o'g'il pensiyaga chiqib qoldim deydi, 30 necha yil ishildim va hozir tarjimonlik o'ttirma bana. Ishonmaydi bizga deydi. Hanzullar hozir hokimiyat deydi. Nima deydi? Endi bu Xitoylar masalasi var endi. Buni qanday qaraysiz masalan, bu shunday qora Xitoylar burundan tortib yashab kelgan ishkiri bilan hech qanday bega qolmaganlik masalanda endi. Agarda bunda Xitoylar mushu Sharq Turkistonliklarning kimligini qabul qilsa, bo'pti. Yani ya Uygurlaşıdı ya Kazaklaşıdı degan gap. Bunun misallarını bersem, misalga milattan evvel 60 yılında Han sülalesi Sharq Turkistonni besvagan. Ve şundaqla nurg'un Xitoyni mishaga yerlashtirgan Sharq Turkiston. Ama undan keyin bu Xitoylarni ko'ramadik tarixda. Misalga 627'de bir Tan sülalesininki bir rahib, Budist rahibi yo'lga chiqdi ve mushu Qirg'izistonninki mushu Yetisu rayonga kelgan chog'da 200-300 ailelik Xitoyni ko'radi. O Xitoylar shu Xitoyninki zulmidan mushu jang besimlardan qochganki. Mushu rayonda deydi, tilidan boshqa hamma nimasi yerlik bo'lib ketibdi deydi bu Shenzhen degan Xitoyninki xotirasida. Yanıla kelib mushu Manchur davlati vaqtida mushu 1759'dan kimma
nurgun Xitaylarını yoki başkalarını yerleştirdi. Mançur askerlerini yerleştirdi. Şinjan ülkesi degan narsa qurilgandan keyin yana keldi. Ya'ni shundaq turib 49 nima Xitoyningki nufusi hamda yezilgan qarab dayotiman %6 Sharq Turkiston nufusi. Ya'ni 2000 yil bo'yincha mishaga Xitoy yutgan. 2000 yil bo'yincha Xitoyda bir nima bo'lsa, bir voqea bo'lsa, bir muqimsizlik bo'lsa, mishaga ko'chib kelgan nurg'un Xitoylar bor. Ya'ni bir qism Xitoy mishada assimilya bo'lib ketdi. Xuddi bir qism Uyg'urlar tarixdan beri dayotiman shikirda turib Xitoylashib ketgandek. Shuningga ba'zi Xitoylar agarda Sharq Turkistonliklarning kimligini qabul qilsa, kimlik degan nima desa, umumiy Türk xalqining kimligi, umumiy islom kimligi, urf-odat bularni qabul qilish to'g'ri kelsa mayli. Agarda bularni qabul qilmay, yana Uyg'urlar bilan yana urush to'qish qilman deydigan bo'lsa, ularni asla yo'lga silish lozim. Men degandek, bu yerdagi mohiyat o'xshamaydi. Sharq Turkiston ishg'ol rayoni bir mustamlika rayoni. Ishg'olchi Xitoy mustamlika siyosatini yurgizayotgan Xitoy hokimiyati. Shuningga bu siyosatga yordam qilgan, bu siyosatni ijro qilgan har qanday Xitoy, ya'ni shu hokimiyatning amaldor bo'lgan hamma Xitoylar yo'qolish lozim. Ammo bir qism Xitoy bu yerda urush mumkin, jang etish mumkin, Uyg'urlarni qirib etish mumkin. Shu ahvolga qarta bir tayyorliklar bo'lish lozim deb o'ylayman. Masalan, ishga to'qinish bo'lsa, Xitoylar bilan Sharq Turkiston Uyg'urlar o'tirisida bintan hamda asosli u masalan Wang Lishongning deganimi shu. Xondaning deganimi shu. To'qinish bo'lsa deydi, qag'alamiz qochib ketadi deydi bintanlik Xitoylardan boshqa. Qilmaydi, to'maydi deydi. Bence bintandagi Xitoyning kimi yerimiz qochib ketadi deydi, ammo aşağıdaki o'zining manfaatlaridan deydi, shu noit tiqilib ketgan deydi, yer zamin necha ming o'nlab yeri bor Xitoylar deydimda, shu podshodagi yashayotgan. Sanjetdan az sanlar. Endi bu Xitoylar bilan u yerli xalq o'tirisi to'qinish yuz berish ehtimoli yomon yuqori, ammo yana bir yaxshi tarafi deydi, hozirgi dunyo vaziyati konjunkturida agar ashuna bir ikki Xitoylar bilan Uyg'urlar o'tirisi shu to'qinish bo'lib qolsa, Xitoy armiyasi, davlatning muntazam armiyasi bosqishga aralasholmaydi deydimda. Ashuna ehtimol bormi masalan? Birleşken Devletler Teşkilatı'ndan bazı maddelerge çıkan kanun maddesiga tayinib turib, Birleşken Devletler tarafından tinchlik armiyasini talab qila olamiz. Tinchlik armiya bu Sharq Turkiston kirgandan keyin bu Xitoy jang qila olmaydi. Qilsa u vaqtida xalqaro Xitoyni joylashga boshlaydi u vaqtida. Bunday yo'llanma bor. Bingtuan misoliga 2009da Xitoyningki nufusi %41'e chiqqan. Esimizda bo'lgan bo'lsa. Undan keyin bu Urumchi voqeasidan keyin Xitoy ishkirga qechishga boshladi. Keyin to'sidi. Sharq Turkiston kimlikninki odamlarni ishkirga olmaymiz deb. Mayli Xitoy, mayli kim bo'lsin. Keyin shuningla bu Bingtuandagi xalqlar qachongandan keyin bolallarini misol mayli o'rta maktab bo'lsin, to'liq o'rta maktab bo'lsin va universitet bo'lsin, ishkirda o'qitib aşağıda bir çare tipi, aşağıda qilish. Shuningla bu 2015'ga kelgan chaqda Xitoyning nufusi %41dan %34ga tushib qolgan. Bu 100 ma tushib qolgandan ki bu oraliqdagi bu 12 %12 raqamning ko'pini shu Bingtuandagilar tashkil qildi. Ya'ni mushning qarag'an chaqda eng baldur qochadiganlar Bingtuanliklar. Çünkü Bingtuanliklar şunu biladi. Biz miyani ishg'ol qilish uchun keldik. Biz miyani qo'g'dash uchun keldik. Ya'ni ishg'ol qilib bo'lgan meni qo'g'dash uchun va Mao shunda degan, Judo shunda degan, Wang Jing shunda degan deb ashuni ta'kidlab turyapti. O'zlarimi biladi. Bu yer ishg'ol qilingan rayon bo'lgandan keyin bu yerda bir jidal chiqqandan keyin bu markaz hokimiyat agarda cho'kib ketgan taqdirda bular en başta qochadi. Ya'ni bizdagi urush başlamay turib, yani belki qechib ketgan nurg'un Xitoylar bor deb o'ylayman. Ammo sizlar degandek bir qism Xitoy mishada mol mulki bo'lgan Xitoy va ishkirda o'zininki yurtini unutib qolgan, nalik bo'lganligini bilmaydigan, bosimi urug'ini bo'lmagan, qochadigan bir yeri bo'lmaganlar balki
ciddi urush mümkün jang bilen. O vaqtida xilma-xil çare uslublarni o'ylash lazım ama hazırdan başlap. Shunda. Bu deganimiz ayet yaxshi bir chet ellikning mustaqillik hozir turinglar degan hargiz uxlab ketinglar. Degan emas, fursat kutinglar degan endi uxlab keting degan emas. Shu kelgusida o'tirg'ich ehtimoli bo'lgan mayli tinch sharoitda biz bu o'tkinchi davrni, davlat qurishning o'tkinchi davrini tinch bir shaklda Xitoydagi tinchlik bir hokimiyat olmish orqali bo'lsa yaxshi bo'ldi. Bayqidek qurolliq ishga to'qinish, milliy to'qinishlar orqali natijalansa Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aralaşı, xalqaro jamoatning aralaşı, tinchlik saqlash qismlarining kirishi va hokazo. Bu orqali bo'lsa, albatta bu jarayonda belgilik darajada bir qirg'inchilik uchraymiz, albatta shikil taraf cho'ng nimaga bo'ladi. Kam milliy to'qinish, million odam o'tirib bo'layotgan bir to'qinish hamda bu. Siz degandek shu yerlik yalqi Xitoylar hamda masalan bu Xitoylarning Xitoyning askisi bu bingtanlik deydigan bir gap bor. Bizning vatanliklar shunda deydi hamda. Yan bir savaq var, tarixiy savaq masalan 1933-yilda shu Cumhuriyet qurilgan vaqtida Xotan qalbi qurilgan vaqtidami ba'zi nima qilgan masalan aşağıdaki Xitoylarning hammasi mishit qishib kirib olganda biz musulmon bo'lmaymiz deb. Chunki musulmon bo'lgan, iymon etgan Xitoylarni biz o'tdamaymiz, mol-mulkligini chaqalmaymiz degandan keyin butun Xitoylar shu nimaga Ayso apanning rahmatli bizning milliy liderimiz Ayso Yusuf Oltiqov so'zlab berdi 1993-yil 94-yil Turkiyada. Bek kulkilikdi deydi, nima aytolmay deydi, iymon etdi, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan gapni deydi, 20 kunda o'rganmagan deydi, shu kulib ketadi deydi bu vaqtda Ayso apanim deydi. Shu mishda kirib beshig'i sallani o'gab Xotanda 50 nechisi musulmon bo'libdi. Shuningdek Mamtun Bug'ra, Xotan xalqi Muhammad Niyaz olim. Bular nima tushirib, fatvo tushirib, ularning chaqalmaslik, palmiki chaqalmaslik nimasini qildi. Qashqadan mashina ahvol bo'libdi. Nurg'un Xitoylar iymon etib musulmon bo'libdilar, shuningdek hayotini saqlab qolibdi. Shundaq qilgan nurg'un Xitoylarning hammasini zaten Qirg'izlar Qashqarga bostirib kirgandan keyin qizil deydigan, qizil qirg'inchilik deydigan qirg'izlarni jaq qirib o'tib ketgan Xitoylarning ko'pinchasini. O'zimizdan keyin bildirmi, milliy qismlarimizmi? 44-yildagi Cumhuriyet mezgildimi 6 oy uqtirishida bir uqtirish qilgan ikkinchi Cumhuriyetimiz. Ya'ni shu viloyat tavasida yashayotgan Xitoylarningki hayotini va mol-mulkini saqlab qilish nimasi uqtirish hamda rasmiy farmonida hamda ikkinchi Cumhuriyet. Ammo bu ishlarning hammasi keyin shu Cumhuriyetlarning beshiga balo bo'lgan. Mesela 33-yil desak, shu Mamtun Bug'ra apandim, Ayso apandimning kelib aslimizga qaraydigan bo'lsak, 40-yillarning oxirida berib Zhang keldi, Zhang bu nimaga Xinjiang o'lkalik hukumatning raisi bo'ldi. Bo'lgan vaqtida bir saylan bo'ldi-ku. Saylan bo'lganda Mamtun Bug'ra Xotanga saylan rayini kuzatishga nazoratga borgan vaqtida shu 50 necha Xitoy qo'rshilib Mamtun Bug'raga isilib olgan. Bizning qon qisosimiz bor, buni jazolab beringlar. Bizning butun urug' tuqqanlarimizni mushuk qirib atgan. 33-yilda. Mushuk qirib atgan deb ustini Mamtun Bug'rani tasqabga chalib kelsa qilib atganlar. Xitoylar hamda shu vaqtida hayotini kechirgan, mol-mulkini chaqalmagan, hayotini saqlab qolgan Xitoylar 33-yildagi gap endi. Uningdan keyin 40-yillarning oxiriga kelgan vaqtda Xitoylar beshiga balo bo'lgan ekanda endi. Nim turib. Bu tarixdan yaxshi bir analiz, yaxshi bir saboq ilishimiz kerak ekan deb o'ylaymiz. Bizim haqiqatan bir shaxsiy Xitoylarningki ko'pi hammasi nachar Xitoylar. Ko'pi, ya'ni %90'ı nachar Xitoylar. Bu deganimiz to'g'ri emasdan, men bu vaqtda izlanish yappaga, men Sharq Turkistonning zaten bütün bo'lmagan noyam yo'q-ku. Yezlarga borsangiz, asosan Xitoy yo'q yezlar yomon ko'p hamda. Kenetde hazır bağdaydı, mesela sizden bay degan istatsınız, real, ben şunun işinime, Xitay'ninki noposu da iş bulmadı, Şarkı Türkistan'da. Bazıları pek aşırı ötüdü. Mesela 2000 yılı mı, 2000 yılı başında, çoğun Garip Şimal'ın iç istikratilik planı, degen bu plan, bu şuar oturup koyulğanda, şu vakti de Xitay'ın bazı matbuatlarda, o yıl 20 yılda Şarkı Türkistan'daki Xitoy ko'chmanlarining soni 100 millionga yetkazish degan gap chiqqanda shu vaqtida. Shu gap batdi, shu tashviqot batdi 100 millionga yetkazish deb. Uni hozir zaten o'tib ketdi, uni hozir hisoblasangiz masalan 18 yil o'tdi hozir. Buningda siz degandek
nima emas, ko'pish 100 milyon yetkazib uyoqtirsin. Bu Xitoyninki sonimi hozir mabzat qilmaydi. Nima uchun? Xitoylar u yani bexatar rayon deb qaramaydi. Har zaman hayotimiz xatarga uchraydi. Har zaman bir yerdan isyon chiqadi. Urumchidek bir yerdan buniki markazidan chiqdi. Shunchalar 80% Xitoy yashaydigan bir shaharning o'zidan bunchalar cho'ng qirg'inchilik chiqdi. Agarcha 3 milyon 2 milyon 3 milyon nüfusu var. Uygurlarning umumiy soni 90% yuqori bo'lgan Qashqa. Bu vaqtda bu Xotan, Oqsu bu rayonlarda umumiylik Uygurlar Urumchidagi o'xshash qo'zg'alib chiqqan vaqtida qanday hayotni saqlab qola oladi? O 7-8-10 milyon odam qo'zg'alib chiqadi degan gap bu vaqtda. U mumkin emas. Buni u bostirish mesela Urumchi qirg'inchiligini Xitoy bostirolmadi bu vaqtida. Bunun merkezden geldi, işkirden askeri yötkidi, onu kıldı, bunu kıldı, Bintön'le iş kısaldı. Bütün Xitaylarning qo'liga to'qmoq tutqizdi, qurol tutqizdi Urumchilarda yashayotgan necha million Xitoyning qo'liga. Ama shuni mu zo'r nimada bosdi damda. Ama Qashqarda, Xotan'da keng bir milliy isyon chiqqan vaqtida buni bostirish meningcha Xitoyning hozirgi nimasidan deydi ba'zida hozir haqiqatan 3 milliondan ortiq Uyg'urni qayta tarbiyalash lagerlarida, ama buning bilan xalqimizning madaniyat inqilobi buningdan meg'ir bo'lgan. Bütün xalqimizni ashundaq nimalarga kunduz so'lovlatdi, shu bandaydi nima qiladi. Ama xalqimiz hech bir zaman milliy irodasini yanmagan, milliy irodasini sundiramagan deb o'ylayman men haqiqatan. Xo'ja, menda bu Mesela nayt obdan kıymetlik yakşı sohbet oldu. Çünkü hem adam bugün dedim bugün dünya insan hakları günü münasebetler namaç ötküzdük hem yerde bütün adam Şarkı Türkistan yazsın Şarkı Türkistan'ın müstakilliği Şarkı Türkistan'ın müstakillik de oldu. Bu günlük günkü küçük vatıda halkımızdan milli müstakillik duyguları da öyleyişlik duygusu. Şunun için bugün biz kaderlik yani ustazımız hem bizim temperber uygur alimi İstiqrat Yamatkası Doktor Erkin Ekrem'le bu hafta mesela müstakillik yetişimiz şu kandak basqışlarını biz ötüşümüz gerek, ideyaciyatdan kandak tayarlık kılışımız gerek. Bunun degan temada bu bek nazuk bir tema. Buna ait nazuk, hemimiz kızıqvatkan nazuk temada muhterem hocamızınki bu hafta sözlerini aldık. Erkin efendim yani sizinki qo'shimcha qildigan mesela müstakillik tayarlık kılış meselesi. Kelgüsüde mesela oturup çıkış ihtimali bo'lgan xeyim xatarlar Uyg'urlarni kutayotgan xeyim xatarlar. Mesela chet-eldagi Uyg'urlar kelgüsüde bu Sharq Turkistonda shunday mustaqillikka erishish bir positi shakllangan vaqtda chet-eldagi Uyg'urlar qanday bir rol o'ynashi kerak? Mesela qanday bir rol o'ynaydi? Bularning roli qanday bo'ladi mesela davlat qurishda? O memleketning ichidagi da'vo bilan memleketning sirtidagi da'voda mohiyat jihatdan farqlilik bor. Memleketinin içinde şu halk bilen topyekun faaliyetini ilip biriş. Ama çetelde bolsa bunçilik Uygur bo'lmagandan ki sancık olgan bile o davaga qıytılganlarning sani az bo'ldi. Bu hem devlette hem millette müşler. Şununla bu az sandaki Uygurlar kılalaydıgan iş şu birincisi şu halkıradaki Xitoyga qarta Uygur'a yakıdığan bir siyasi atmosfer yaratish. Ve xalqaro cemaatning içinde Uygurlarga yestakchilik bildirdigan, destek berdigan bir vaziyatni yaratish. Ve shundaqla şu siyasi merkezlerde, misalga Avrupa Birligi, Birleşken Devletler'de Xitoyga bisim ishlatadigan, Uygurlarga Sharq Turkiston xalqiga bunda yakıdığan bir siyasetlerini çıkarış. Bir kanunlarını çıkarış degandek. Onundan keyin dünyanın çoğ devletleri iqtisod jihatdan yoki siyosiy jihatdan, amniy jihatdan, misalga Amerika deymiz, misalga Japoniya deymiz, belki Rusya, Hindiston, Kanada, Avustraliya degan demizlar. Çoğ devletlerdir şu faaliyetlerini ilip biriş lazım. Yani xalqaroda bir Xitoyga bisim ishlatadigan ve şundaqla Uygurlarni qo'llaydigan mana bir vaziyatni yaratish, atmosferni yaratish endi. Bu hozir bunda vaziyat shakllanyapti. Dünya Uygur Qurultayınınki şu 3-ay, 4-aydan başlap şu Avrupa Birligi ve Birleşken Devletler Teşkilatı, Amerika degende müşahede ilip algan bazı faaliyetlerinin neticesini görüyoruz endi. Şununla bu chet eldagi teşkilatlar
muşu cetten tiriş lazım. Misal biz birinci basqıçta davani xalqaravileştiriş, yani davani siyasi merkezlerge, dünyanın siyasi merkezlerge tuntuş için bizge faaliyetçi lazım, faaliyetler lazım. Ama bunun dinki ikinci basqıçta bizge siyasyon lazım. Siyasetçi lazım. Çünkü ebey ben digendek işini kılalış için siyasetçilerge ihtiyacı var. Onun dinki şu dünyanın ki çoğun devletlerinin ki medya deyimiz, meclis deyimiz, kongre deyimiz, think tank deyimiz, bu düşünce organları, düşünce strateji, tetkikat merkezde böyle. Bunda yerde onun kim bu bazı üniversitelerde şu ideyeni anlatıdığan siyasyonlara ihtiyaç var idi. Bazen namaçlarını kılımız ama bunun için ünümü boğan namaçını kılımız. Bunun ünümü boğmasını kılımız çünkü varançurun kımısak tonulmayız. Hem de varançurun kılışının baskıştığını öttü. Hem de kıldığan varançurunla ünümlük buluşunu esas kılımız. Yani netice ağlı bulamdı, bomamdı der. Yani birisi ben digende bütün devletlerde bizdeki faaliyetçiler, faaliyetçiler siyasetçiye ayrılış lazım. Hem de bir halklarga siyasi cetten deyiş lazım. Neymiş ki diyen vaxtıda bu dünyanın ki bir tüzümüymüş. Bu dünyanı teşkil kılan devletler. Devletlerin arasındaki münasebetlerini biz halkara münasebetler deyimiz. Yani aslında devletler arasındaki münasebet. Çünkü bu halkara münasebette devlet diyen gapni işletmeydi. İngilizce diyen nation işletildi, Türkçedeki ulusunu işletildi. Biz hemisinin arasında devletle tercüm kıva kaç bulur. Aslında şu ulusların arasındaki münasebet diyen gap. Biz bir ulus boğan takdirde onundaki bu münasebetke o torga kıralayımız. Şark Türkistanlık'ın yüzü bir ulustur, bir nation'dır. Uygur diyen vaxtıda bu etniktir. Ondaqda bu etnik bile halkara münasebetinin torunun işçiye kiremekse. Bu bir. İkincisi halkara münasebetler yani devlet ile devletler arasındaki münasebetler menfaat münasebetidir. Şununla sen halklar bile şu devletler bile sözleşken vaxtıda bir menfaatini sözleş lazım. Menfaat desem misalıga bazılarında oylap biliş mümkün. Şark Türkistan'ın nüfutlarını bizge sit belsek, birisiga belsek, aşu belsek o emez. Misalga Xitayning yükselişi, Xitayning bazı devletlerini endişeye silişi, avar kılışı, meydan okuşunun yüzüler bir menfaattir. Yani Xitayga boğan o ensreçten töpeyli Uygurlara yardım kılıdı. Bu mu bir menfaatnin ki, soğudanın ki ahırı bulma. Yani Uygurlar Xitay'ını avar kılalıysa, Xitay Cihangir devlet bulamasa, bunun için bizge ziyankeş kılamasa, dep oylaydım da. Bu mu bir menfaat şu? Onda da halkara münasebetini yaxşı biliş lazım. Halkara kanunu yaxşı biliş lazım. Halkara iktisat ve halkara ticaretini yaxşı biliş lazım. Halkara faaliyetlerini yaxşı biliş lazım. Yani chet elde faaliyet ilip barmen desem, muşu neslerini yaxşı bilmesen, hazırki yaratkan atmosfer, yaratkan o vaziyet tükep gidiyor. Çünkü ismi vaziyet. Vaziyet diken konjonktür. Yani yokap gidiyor. Yani bugün ertesi tükeydi. Biz Golcu vakası, Ürümçi vakası dima köydük. Garp devletler, Türkiye digendek devletler kanda kozulup gitti. Ama keyin şaplı tükeydi. Şunu tüketmezlik için siyasyonlara ihtiyacımız var. Yani bula uzatalaydı bunu. Bu vaziyet için. Sözler. Şununla chet eldeki faaliyetler bunun dinki muşu ilmi siyasetin yolunda meniş lazım dep oylaymandı. Doğru, hakikaten. Yani bir nazik mesele var. Mesela bu mükellesi hakkındaki bazı maylı Xitay demokratlarının olsun, bazı chet eldeki güzelliklerinin olsun. Hatta bazı Uygur siyasi faaliyetçilerinin bu bir endişesi hem de. Tibet ninki hazır yapıvatkan mücadelesi hazırki bu Tibet Abdumur ayında ninki teritorisi emesem de bunu yaxşı biz büyük Tibet davası hazır Tibet kılıvatkan asısyon ninki xeyli bir kısmı, Gansu'nun bir kısmı, Çinxay'nın bir kısmı degandek.
Yönlerden bir kısmı. Yünlerinin bir kısmı degende. Ularning ish texmi tez bizni qaragan vaqtda, ama bizning nihayet bir afzal sharoitimiz var. Bizning territoriyamiz nihayet muqim hamda. Bizning territoriyamiz hozir muqim. Ama yani shundaqdimi kelgusida Sharq Turkistonninki parchalanib ketish xavfi bor deydigan bir andish bor hamda. Parchalanib ketish xavfi bor. Agar keng ko'lamda bir yerda milliy to'qnash chiqsa, Xitoylar bilan Uyg'urlar o'rtasida yoki Xitoylar bilan yerlik millat o'rtasida bu yerda Sharq Turkistonninki parchalanib ketish xavfi bor. Agar mustaqillik erishib qolsa Uyg'urlar nima rayoni bilan cheklanib qilishi mumkin. Burunqi Oltishar rayoni bilan cheklanib qilishi mumkin deydi. U Sharq Turkistonninki shimoliy va sharqiy rayonlarini Jo'ng'ar rayonda butunlay qo'ldan berib qo'yish ehtimoli bor deydi. Siz bunga qanday qaraysiz? Masalan, shunday bir xavf bormi? Masalan, kelgusida bizning Sharq Turkistonninki agar shunday bir mustaqillik fursati kelib qolsa, territoriyamizning parchalanib ketishi ehtimoli bormi masalan? Şu xavflarni ihtimali bor. Çünkü şimalni Kazak oblastı deb beribdi. Undaqda bütün şimal bizning Kazakning deydi. Ondan keyin sharqda va o'tir sharqlarda Mongollar var. Mongol oblastlar var. Qirg'iz oblastlar var. Tungan oblast nahiyelari va oblastlar var degandek. Bularni Xitoy bilib bo'lib o'tgan gap bularni. Kelgusida mujda bir nima bo'lib qolsa, boshdalar mushlar bir bo'lib olsin, Uyg'urlar hech nima qilolmasin. Ondan keyin biz bo'lib berganlar bilan hamkorlik qilib Uyg'urni bir taraf qilib o'tamiz degan plan bilan qildi buni. Boshdalar. Ikkinchidan yana bir Xitoy shu mutaxassislarningki o'tirib qo'yayotgan bir ahvol bor. Sharq Turkistonni 3ga bo'lish. 3 o'lkaga bo'lish. 3'e bölüverse misalga Cenub, Şimal ve Şark 3'e bölgenliğin keyin Uyg'urlarni 3'e bölündü. Bu vaqtida vatan hukumi nim buludu. Millet hukumi nim buludu. Ebekimen degan nation hukumlar nim buldu. Bular hammasi bir sual olup çıkdı. Aslında Sharq Turkistonda mujda bölüp o'tish degan fikrni yani bizningki Uyg'urlardan chiqdi. Şu Şinişsey hakimiyeti kelgandan keyin yağandınla Gomindan hükümetiga men sizlarga beqin u bu deb degandan keyin ma Yo'lbosbek Jamkashikka xat yozib talab qilib shu sharq tarafni manga bo'lib bersa, shimol tarafni shu Şinişsey olsa deb. Bu xatarlik bir ahvol. Agarda bo'linib ketsa, Sharq Turkiston 3ga bo'linib ketgandan keyin Sharq Turkiston degan hukm qolmaydi. Ondaqda aldığını iliş üçün hazırdan başlap şu Sharq Turkiston milleti, Sharq Turkiston ulusu, Sharq Turkiston nation degan hukmni undan qabul qilish lazım. Doğru. Bunun bilan biz zeminga sahip chiqalaymiz. Neticede Sharq Turkistonda ikki xil bir nima bor, mücadele var, ikki xil ish var. Birisi Sharq Turkistonninki davosi. Yani bu zemin toprak davası. Bu 1884'ten başlaydı. Yani birisi Uyghur davası. Uyghur degan ismninki 1921'de başlap 1934'te qabul qilingandan keyin biz Uyghur bo'ldik. Bundan evvel biz Müslümandık. Yani Sharq Turkiston Müslümanları deb atatdı. Ondaqda yani bir Uyghur meselesi olsa insan hakları ve insani bir dava. Hem de bu iki dava birleşip ketdi Uyg'urlar için. Ama Kazak, Kırgız, Özbek, Mongol başkaları için birleşti mi? Ondaqda biz mi bunu aşağı mı tontuş lazım, birleşip? Bunlar degan vaqtida misalga Kazak, Kırgız, Özbek mi? Umumi Sharq Turkiston bizninki deb tushadigan taqdirda u vaqtida bu hamkorlik qo'llanildi. Ondaqda başdalar shu hukmni o'tirib qo'yish bilan birlikda ichini to'ldirish. Doğru. Misalga bütün Kazak, Kırgız, Özbek, Uyg'urlarninki umumiy qahramoni, umumiy nima shoirlari, umumiy naqshchilari, umumiy degan bunday qarashda bo'lish lazım. Misal bir Kazak naqshchi bo'lsa, Sharq Turkiston naqshchisi. Bir Uyg'ur bo'lsa, Uyg'ur Sharq Turkiston naqshchisi degan vaqtida bu bo'linib ketgan vaqtidami bu Kazak, Kırgız, Özbekler ben bölünmen demeydim. Mazlumin hemimizle mazlumin bütün bolsun deydi. Eğer de bunu kılamgan takdirde o bölünüş
ihtimali pek çok. Buna nurgun şu Avrupa, Şimal Avrupa'da mı körmüz? Neçe milletten teşkil tapkan devletler var. Bular şu zemin bile bularını tutup durmadı. Eğer etnik veya dini cetten bölümendiyse ulama asan bölünüp gidiyor. Misal Amerika coğrafya bile bir bütünlüğüne tutuyordu. Kaysı millet bolsan bul, emmanla Amerikalık, bu teritoriya. Ama eğer de dini ve etnik isim bile bir birlikni tutmandıysan pek kıyım bulur. Misal hazır biz Fransa'dayız. Fransa aslında hazırki Fransa teritoriyanın içindeki bütün milletlerine temsili kılan bir isimdir o. Yani bir milletninki ismi emas. Bu tarihte kalan bir imperiyanınki bir isim. Misalga Germaniya, Cermany deyimiz. Cermany bütün German tılda yapıldıqlarının hemmisinin umumi ismi. Doğru. O vaxtda da bularını birlikte tutalaysa. Misalga biz İngilizce deyimiz ama İngilizler özünde Britanya'daydı. Ya da Birleşik Padişahlık'taydı. Meyli bu Britanya olsun, meyli Birleşik Padişahlık olsun, Birleşme Padişahlık olsun. Bunlar hemisi misalga şu 3 ve 4 parçadan teşkil kıldığı o hazırki İngilizce. Muşlarını umumi tutup durduğun, birliğini tutup durduğun isim. Türkistanlık ulama ertügün devletini kurmandıysa, Muş milletlerinin hemmisini birlikte tutduğun bir nesne koyuş lazım. Bu en muvaffak olan nesne her iki cumhuriyetinin ki takitligende Türkistan hukumu bile ulanı birlikte tutuş. Eğer de biz dinle çakalırsak başka milletlerden sorun çıkıyor. Mongollar, Şiveler, o bu diyendek. Eğer de biz etnik cetten deydiğen bolsak, bu yanı mesele çıkıyor. Xitay ötkenki ayda Xitay çıkargan bir nime var, aktaşlık kitap. Bu aktaşlık kitabı karsam, Türkistan'da 56 millet var. O Türkistan'da yalnızla Uygur emas deydi. Niye millet var deydi. Türkistan'da yalnızla İslam emas, nurgun dinler var deydi. Türkistan'da yalnızla bir Uygur'un medeniyeti emas, nurgun milletinin medeniyeti. Hazırdan başlayıpla buzuvadıdır. Eğer de biz bölüp müşündak ki sen çağan müzikiye oyun oynap gelsek, o zaman tuzaklı düşümüz değil. Xitay'nın ki bu bizni bölüp başkuruş karşı biz teritoriya Türkistan'la çin tutuş lazım. Biz bölünmeyimiz deydik ama. Eğer de biz maşında Uygur en köp bedel ötüde öyle de en köp sancı, en köp dep onun kim men başkurma, men kılman dediğim bolsa o vaxtda da başka milletme deydi. Sen kılsan men mi kılman deydi. Çünkü bir yerde bir milletçilik göz karşı bile hareket kılan takdirde sen üzerine aldı plan çıkarsan avuma üzerine aldı plan çıkır. Elbette. Sen onun kançılık güçlendirsen Kazakçılık, Kırgızçılık, Özbekçilik, Mongolçılık, Çunçilik güçlendi. Bunun bu etnik ve dini nimelerden nimdeyimiz buna aldı planı çıkarmayıp başka bir hukum bile bulanı tutuş lazım. Avrupa'nın tarihi karaydıgan bolsa dini uruş neçe yıl devam kıldı ve nurgun adam milyon adam öldü. Milletçilikten töpeyli birinci, ikinci dünya uruşu oturup çıktı. Milyon adamlar ölüp tügep oldu. Bunun tarihi bir tecrübe savaş çıkış lazım. Çünkü Türkistan'ın tinçlik bir şekilde başkuruş için çokum hazırdan başla muvafık bir ideya, düşünce, model, tüzüm bile başkuruş lazım. Ama ona hazırdan başlapla oylaş lazım. Eğer de vakti kelgende kılımız dep kalsak, vakti de ölgermeye kalıdı. Çünkü Angıca, Kazakçılık, Kırgızçılık, Özbekçilik, Uçilikçilikler peyda buludu. Bu nayet mühim bir noktana oturup koydunuz. Hakikaten az kırındaşlar bu noktada nayet dikkat kılışımız gerek. Biz kelgisi devlet kurumuz deyilgan bolsak, bunun meseleye ciddi karışımız gerek. Olup bizning ilim adamlarımız, siyasetçilerimiz bir mesuliyetçilik tuygusuyla iş yapışımız gerek dep oylayman. Çünkü Erkin Ekrem efendimden etkalları bu nihayet biz
diqqat qilishga tegishli, jiddiy qarashga tegishli bir masala. Biz kelgusida qurilgan davlatimizningki nazariy asosini nihoyat sog'lom hazırlaşımız gerekken benim kelgan xulasam ben bizning davoyimizningki nazariy asosini nihoyat obdan puxta kelgusida Sharq Turkistonda yerlik millatlar o'rtasida bir ixtilof chiqmaydigan, to'qnash chiqmaydigan, yana shundaqla Sharq Turkistondagi har qaysi yurtlardagi Uyg'urlar o'rtasidami bir ixtilof to'qnash chiqmaydigan nihoyat sog'lom bir yo'lni va bu yo'lningki nazariy asosini hozirdan boshlab buni hozirlik qilishimiz ninki zo'rligini hozir texmi his qilyapmiz. Erkin Akram efendimniki nimasidan olgan ekan, aziz qarindoshlar, sizlar bilasizlar, masalan Erkin Akram efendimiz tarixchi bu yaqin zaman tariximizda aytjaq bunun ziynini tatıq 30 yildagi tunji qurilgan cumhuriyatdimi yurtvozlikning shu bunayt eg'ir ziyni bo'lgan. Shu vaqtda masalan Mahmud Mo'ydi o Xo'janazojda Qumulning askarlari, Turpanning askarlari, Buluva bilan Qashqarlik askarlar o'tirisida, Xotanlik askarlar bilan Qashqarlik askarlar o'tirisida, uningdan 800 dana tungan Majuniyning oldingi qismlari, To'shavur qismlari Qashqarga yaqinlab kelganda boshqa yurtning ba'zi askarlarining qechib, ba'zining Erkashtamga berib yetib olishi, ba'zining men o'zimning Xotanning territoriyasini qo'llayman deb chekinib chiqib ketishi, Cumhuriyetning poytaxtini bosh qo'yib qo'yishi, bular menda milliy nima yurtvozlikning ta'siri bo'lgan. Albatta buningdan saboq olishimiz kerak. Yurtvozlikning ziyni yamanchiq tatgan xalq biz. Hozirmi bu masala, hozirmi bo'lishi, shuning o'zimi biz uchun bir traditsiya, Erkin Akram hujumimiz degandek sog'lom bir davlatchilik ideyasini, sog'lom bir millatchilik ideyasini shakllantirishimiz kerakki, bu millatchilikni biz to'g'ri qamlashtirolmasak, radikallashtirib etsak, u oxir taraqqiy qilib fashizmga boradigan gap. Fashizmga bordi. U vaqtda millatlar o'tirisida bu yerda to'qinish chiqadigan gap. Bu nozik diqqat qilish tegishli bir nuqta. Hurmatli Erkin Akram efendim bugun ish vaqti sizning yaxsham atayda vaqtingizni chiqarib qimmatli bergan bu qimmatli fikrlaringiz, bergan bu qimmatli litseyingiz uchun ekran oldida bütün qarindoshlarimiz vakildan siz tekrar rahmetimni, minnatdorligimni bildiraman. Xudoyim bo'lsa inshaalloh buningdan keyin Erkin Akram hujumimiz bilan sizlar qiziqqan mana shunday muhim temalarni, nozik temalarda ilmiy yo'sinda istiqroriylik bir nuqta nazari bilan sog'lom bir nuqta nazari bilan sizlarga javob berishga tirishamiz. Undan olsa sizga tekrar rahmetimni, minnatdorligimni bildiraman. Kelar qatim yana inshaalloh biz boshqa temalarda sizlar yana suhbatimizni davomlashtiramiz. Rahmat sizga, xayr xo'sh. Men ko'p rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin. Hammalarni Allohga omonat. Xayrli kechlar sizga tekrar. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Sizlarning ko'rayotganlar Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan tasdiqlangan To'r televiziyasining Naq maydon programmasi aziz qarindoshlar. Biz bugun bu Dunyo inson haqlari kuni munosabati bilan yapılgan bu Naq maydon suhbatimizni bizningki istiqrotiya mutaxassisimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyininki siyosiy va istiqrotiya ishlariga mas'ul muavin raisi doçent doktor Erkin Akram bilan o'tkazdik va nihoyat muhim bir tematda aziz qarindoshlar. Bugun Dunyo inson haqlari kuni munosabati bilan, ya'ni Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Umum Beyannaməsinin e'lon qilinganligining 70-yillik munosabati bilan dunyoning har qaysi ellərdə, Avstraliyada, Turkiyada, Hollandiyada bo'lsin, Germaniyada bo'lsin va nurg'unlagan davlatlarda, men ismini hamın atab bulamadım, kechirsizlar. Mustabid Komissiyasiga hokimiyatga qarshi keng ko'lamli norozilik namoyishlari yapıldı bugün. Qarindoshlarimiz, har qaysi ellardagi qarindoshlarimiz sovuqqa qaramay, yomg'irga qaramay, qorga qaramay fidokorlik bilan, jasorat bilan vatanda izlayotgan, qarilayotgan, jazo lagerlarda azob uqubat chekilayotgan, jon talashayotgan shu qarindoshlarimizning sadosini bu yerda dunyo jamoatchiligi tuyg'izimiz degan bir sop niyat bilan bu namoyish qatnashdi aziz qarindoshlar. Bu bugungi bütün bu norozilik namoyishlari faoliyatlariga qatnashgan bütün fidokor qarindoshlarimga tekrar minnatdorligimni bildiraman aziz qarindoshlar. Shuning bilan bugungi bu programmamizni mishad oxirlashtiraylik. Vaqt munosabati bilan sizlarningki zerikmay, terikmay bugungi suhbatimizni anglab berganinglar uchun mush ekran oldidagi qarindoshlarimga tekrar minnatdorligimni bildiraman. Hammanglarga xayrli kechlar tilayman. Janob Alloh hammamizni salomat qilsin. Xayr xo'sh.